Yana bir assalomu alaykum. Yangi qo'shilganlarga ham. Bugungi seminarimizga xush kelibsizlar. Bugungi seminarda biz asosan Yaponiyaga kelgandan keyingi hayotingiz qanday bo'ladi? Nimalarni kutishingiz mumkin? Va o'sha paytda qayerlarga e'tibor berishingiz kerak? Qayerlarda xato qilmaslik kerak? Yo qayerlarda qiyinchilik bo'lishi mumkin? Va bitirganingizdan keyin qanday kelajakni planlashtirishingiz mumkin? O'shani qarab turib harakat qilishingiz mumkin. O'sha haqida gaplashib boramiz. Va bu yerda bu yo'llarni bosib o'tgan va Yaponiyada o'qib, misol uchun 100% kontrakt, 100% grantga kelmagan bo'lsa ham, o'zini o'zi to'liq qoplab, o'zini maqsadini oldiga qo'yib, o'shanga harakat qilib, o'shanga erishib, hozir Tokioda katta kompaniyalar ishlayotgan ikkita do'stlarimizni chaqirganmiz. Ular bilan suhbatlashib boramiz, ulardan o'z fikrini olib boramiz va bu narsalarni bizga barchasiga misol uchun bo'lishib boramizda. Demak, bu yerda birinchi o'zimni tanishtirib bersam, mening ismim Hasan. Yaponiyada o'zim ham o'qiganman. Islomjon Snudonlar bilan bir xil universitetda o'qiganmiz. Bitirib Yaponiyada ozgina 2 yil ishlaganman. Keyin undan keyin chiqib ketib turib, hozirda O'zbekistonda Yaponiyaga o'qishga kelish bo'yicha konsultantlik qilib ishlab boramiz. Endi bizning natijalarimiz sekin-sekin bo'lyapti. 1,5 yildan beri ishlaymiz. Bu yerda Keio, Waseda degan xil universitetlarga ham talabalarimiz kirdi, boshqachalarga ham kiryapti. 100% grant, boshqacha grantlar har xillari bilan. Endi bundan buyog'iga talabalar Yaponiyada ko'payadigan bo'lsa, albatta bunga o'z hissimizni bersak, xursand bo'lamiz degan maqsadda boshlaganmiz bu narsani. Yaxshi, endi Husniddin, o'zingizni ozgina tanishtirib berasizmi? Bo'ldi, gap yo'q. Uzr, ismim Kamol deb ko'rsatilyapti shekilli. Men kompaniya anaqasidan kiritgandim. Biz ko'pchilik Kamol deb chaqiradi. Ismim Husniddin, Namangandanman, Kosonsoydan. Hasan aka bilan почти bir vaqtda bir yilcha universitetga keluvdik biz ham. 2018-yil kuz oyida keluvdik. Va universitet 4 yil o'qib, bitirib, Xudoga shukr, ko'p do'stlarni orttirib, yanada ko'proq tillarni o'rganib, hozir esa Britaniyaning, UKning konsalting kompaniyasida ishlayapman. Asosiy qiladigan ishim rekrutment. Xudoga shukr, hozir bir 3,5 yildan beri ishlayapman. Ishim zo'r, hayot yaxshi. Hammasi oldiga qarab ketadi, Xudoga shukr. Bugun mana shu majlisimizda sizlarga ham qanaqadir bir Yaponiyada boshdan o'tib o'tgan voqealar yo boshqa narsalar qilishmas kerak narsalarni o'rgataman degan umiddaman. Yorishqundan aytishmas hammaga. O'z yo'lishga emas. Rahmat kattakon. Husniddin chaqirgandan asosiy maqsadlaridan bittasi juda katta pul topadi Tokioda. O'shanisi. Yana bitta sababi Husniddin boshqa qayergadir ishga kirsa yoki kimlardir bilan ishlashni boshlasa, o'sha yerda do'st orttirish yaxshi. Yaxshi do'st orttiradi, ular bilan yaxshi chiqib ketadi. Qalinlik yarata oladi o'shalar bilan. Shuning uchun o'shalar tomonidan ham misol uchun ko'pchilikka juda katta dars bo'ladi deb o'ylayman. Shunga asosiy maqsad qilib turib chaqirganimda. Endi Islomjon, o'zingizni tanishtirib berasizmi? Aha, Assalomu alaykum hammaga. Ismim Islomjon. Men ham Namangan viloyati Uch tumanidanman. IPga 2021-yilda kirib, o'tgan yili bitirib, hozir Tokiodagi kompaniyada software engineering bo'lib ishlayapmiz. Shu shu miting davomida, o'sha universitet davomida o'sha yaxshi va o'sha yomon bo'lgan eksperienslar haqida hamma bilan o'ylashib, bir dars bo'ladi degan umiddaman. Rahmat kattakon Islomjon. Islomjonni o'zim shaxsan bilmasdim. Adashmasam ko'rishgan bo'lishingiz mumkin. Unchalik yaxshi tanishmaganman deb o'ylayman. Lekin o'sha Yaponiyaga kelmoqchilarga seminar qilamiz deb turib odam qidirayotganimda ko'pchilik tavsiya qilishdi. Shu Islomjon ham bor, yaxshi bola deb turib. Keyin qarab chiqqanimda Yaponiyaga kelganingizdan keyin ham grant olgan ekansiz Toyota'nikidan, misol uchun. Keyinroq misol uchun bu yerda o'qiganingizda ham albatta biznes, umumiy liberal arts bo'yicha o'qigansiz, lekin bitirgandan keyin IT kompaniyada ishlayapsiz, software injener bo'lyapsiz. Ko'pchilik o'zbekistonlar hozirda Yaponiyaga o'sha IT sohasida ishlashga, o'qishga qiziqadi. Lekin bu narsaga IT bo'yicha programma bo'lish shart emas degan narsa isbotlab berganingiz uchun shu narsani oldinga olib chiqish, ozgina o'z fikringizni bo'lishish bo'yicha chaqirganim asosiy maqsadda. Xudo xolasa juda ko'pchilikka qiziq bo'lgan, manfaatli ma'lumotlar bo'ladi deb umid qilaman. Yorishqunga tashmas. Endi birinchi navbatda Yaponiyaga kelib olishni u IELTS topshirdi, bolalar imtihonni topshirdi, kirdi, kontrakt bo'lsa kontraktini yo to'xonasi bo'lsa hammasini to'ladi, vizasi chiqdi, Yaponiyaga uchib keldi. O'sha yerdan boshlash qiziqarli deb o'ylardim. Yaponiyaga uchib keldi va uchib kelgandan keyin
boshdagi dars boshlangungacha, dars sразу boshlanib ketmaydi. Orada misol 1 hafta, 2 hafta, 10 kuncha vaqt berish mumkin moslashib olishiga. Keyin ochilish mavsumi, keyin darslar boshlanadi. O'sha paytgacha hayot qanday bo'lgan sizlarda? O'sha haqida ozgina tanishtirib boralasizlarmi? Misol uchun och qolganmisizlar, halol ovqat topolmaganmisizlar yoki pulinglar yetmay qolganmi? Qancha bilan kelgansizlar? Yapon ingliz tilini umuman O'zbekistonda gaplashmaganinglar uchun kelib turib shokka tushganmisizlar yoki qizlarni ko'rib sira sevib qolganmisizlar? O'sha haqida ozgina gapirib bersana. Sindim, gapirib berasizmi ozgina? Bo'ldi, gap yo'q. Xullas, birinchi o'rinda shokka tushganim, biz o'sha samolyotga chiqayotganimizda universitetimizga aytib qo'ydik. Bizni nimadan aeroportdan 11da olib olinglar deb turib. Lekin afsuski bizni samolyotimiz kechikib turib, aeroportga 12lar atrofida tushganmiz. Lekin xudoga shukr universitet kutib turgan ekan. Xullas, avtobusga chiqqanmiz, universitet kutib olgan. Birinchi g'alati bo'lgan holati, Yaponiyada mashina minish chap tomondan hisoblanadi, o'ng tomondan emas. O'sha avtobus ichida garang bo'lishni boshlaganman. Chunki Yaponiya O'zbekistondan 4 soat oldinroqda, biz qop-qorong'i o'tiribmiz. O'sha universitetga yetib borguncha o'zi xayolimda har xil narsalar, avariya bo'lib ketmaymiz, boshqa bo'lib ketmaymizmi? O'sha keyin avtobusga ketayotgan vaqtda ko'chadan zo'r mashinalar o'tib ketadi-da, Ferrari'lar o'tib ketadi, BMW'lar, Mercedes o'tib ketadi. Bunda o'lasizda sразу rasmga olishni boshladi shunaqa joylarda. Endi bir O'zbekistondan tashqariga chiqasiz-ku, g'alati bo'lib ketadi odam. Keyin oxiri birinchi yotoqxonamizga yetib kelganmiz. Yotoqxonamizga yetib kelgandan keyin bizga kalit topshirishgan. Inglizcha gaplashib turib, formani ham bitirganmiz, to'ldirganmiz va birinchi marta xonamga kirganda juda ham kichkina xonacha bo'lgan. Agar bilsanglar, O'zbekistonda uylar katta-katta bo'ladi. Masalan, o'zim O'zbekistonda uxlaydigan uyim ham, xonam ham u xonada yarmi edi-da, xulosda. Masalan, Yaponiyada kichkina tualetchasi bor, kichkina dushchasi bor, yoki kichkina divonchasi bor. O'shani o'zi bittasiga katta shok hisoblanadi. Keyin tashqariga chiqib yurganingizda, boshqa bo'lganingizda har xil odamlar bo'ladi, boshqa dunyoda odamlar bo'ladi. Masalan, qora tanlilar bo'ladi, sariq sochlilar bo'ladi. Ularni ko'rib turib juda ham hayajonlanib, g'alati bo'lib ketasiz. Keyingi narsa havosi, Yaponiyada havosi juda ham nam joy. Birinchi kelganimda, birinchi 3 kunlikda juda ham burnim oqib, ko'zlar qamashib, qizarib deydi-ku, g'alati bo'lib yurganman, chunki O'zbekistonda havo juda ham quruq havo. U yerda endi biz tanamiz moslashib qolgan, lekin Yaponiyadan kelgandan keyin uxlash g'alati bo'lgan, keyin ovqat yeyish g'alati bo'lgan, chunki biz masalan birinchi halol degan narsani tushunib olish kerak edi O'zbekistonda o'zida, chunki bizda lekin unaqa narsa tushuncha yo'q bizda O'zbekiston menimcha. Men shu paytga ishlatmaganman, chunki hamma narsa halol deb o'ylaganman. Lekin Yaponiyaga kelib turib, masalan bir kishi halol narsa yeyishga halol narsa kerak desa, men halol nimaligini birinchi marta tushunmaganman. Keyin u haqda qidirib turib, masalan o'zimizda APU bo'lganligi uchun bizda universitetda o'zini magazini bo'lgan. Xuddi o'sha magazinga borib turib, halol narsa burchaklari bor edi. O'sha narsani olib turib yerdik. Keyin yana bitta shokka soladigan narsa, masalan, sizlarga Yaponiyaga kelsanglar, internatsional universitetga kelsanglar, hamma davlat har xil anaqasi bor, o'zining madaniyati bor, culture bor. Masalan, birortasi sizni oldingizda burnini qoqishi mumkin, yoki burnini shimarishi mumkin, yo tupurib o'tib ketishi mumkin, yo ubujoyni qashishi mumkin. Siz u odamga qarab turib, u odamni biror qaror chiqaza olmaysiz, chunki ularda o'sha madaniyat yaxshi narsa, bo'laveradigan narsa, lekin bizda u yomon narsa. Ataksiz odamga borib turib, "Hoy, nima yomon qilyapsan? Unaqa qilmang, uyat bo'ladi, yo bunaqa qilish kerak emas" deya olmaysiz. Agar desangiz, siz u odam sizni yomon ko'rib qoladi. Masalan, siz ham nima desa bo'ladi, biror kishi qo'polroq gap gapirishingiz mumkin, to'g'rimi? Biror vaziyatda. Ular uchun o'sha narsa juda ham qo'pol bo'lishi mumkin. Lekin siz uchun oddiy holat bo'lishi mumkin. Shunaqa birinchi o'rinda bo'lgan narsa cultural shock bo'ladi, havo bo'ladi. Menimcha ovqat topish hozirgi vaqtda muammo emas Yaponiyada. Aniqsa halol ovqatlarni. Kerak bo'lsa biz ham aniq aytishimiz mumkin, qanaqa ovqatlar yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'lmaydi. Birinchi o'rinda tayyorlaydigan narsangiz kichik bir uy o'zingiz uchun, havo, keyin atrofingizda odamlar g'alatiroq bo'ladi. O'shandan nima, ko'nikib ketishga sal moslashtirish kerak bo'ladi. Shunaqa narsalar o'qish boshlanguncha. Rahmat kattakon. Menda ham shaxsan o'zimda shunaqa shoklar ko'p bo'lgan. Yo'llar, misol uchun boshqalari, keyindan keyin ingliz tilida gaplashyapman degan narsalar g'alati bo'lgandi. Lekin zo'r. Rahmat kattakon. Islomjon, sizda qanday bo'lgan o'sha universitet dars boshlangungacha? Hop, bizda
Sal boshqacharoq holat bo'lgan, chunki biz Covid paytida kelganmiz. Covid paytida kelganligimiz uchun deyarli 2 semestr O'zbekistonda o'zida o'qiganmiz onlayn. 2 semestr onlayn O'zbekistonda o'qib turib, keyin Yaponiyaga kelganmiz. Kelganda ham odatda Fukuoka prefekturasiga kelinadi ko'p holatda, lekin biz Tokioga kelganmiz birinchi o'rinda. Tokioga kelib, universitetimiz otellarni, o'sha hotellarni tayyorlab qo'yishgan bo'lgan. U yerda bir kun turib, ertasi kuni Fukuokaga kelganmiz. Fukuokadan universitetga kelganmiz. Shu birinchi bizda shok bo'lgan narsalar mashinalarning jim yurishi. O'zbekistonda shu signalni to'xtamay chalishadi, gazini berib. Bu yerga yana hamma jim. Umuman haligi juda shokka tushganmiz ana shuni ko'rib. Birinchi bo'lib o'sha mashinani ko'rganmiz, atrofimdagi bitta ham signal yo'q. Shuna bo'lib, juda qiziqarli bo'lgan bu ham. Universitetga yetib kelganimizdan keyin odatda ko'p talabalar 90% yoki undan ko'proq talabalar APU universitetini oldidagi nasrda turishadi, dormitoriyda, ya'ni talabalar xonasida. Lekin biz downtownga tushganmiz, ya'ni APU House 3 deydi, sal o'rmonning ichroqda. O'sha yerga borganmiz. U yerda unchalik Covid payti bo'lganligi uchun bizda haligi lively, qiziqarli environment bo'lmagan, holat bo'lmagan. Hech kim xonasidan chiqmaydi Covid bo'lganligi uchun, hamma maskada. Dars o'tirishlar ham boshida qiyin bo'lgan. Shunaqa qilib sekin-sekin moslashib, keyinchalik universitetga chiqqandan keyin o'sha do'stlarni o'tirib sekin-sekin ko'nikib ketganmiz. Qolganlari shu Husniddin aka o'zi aytgan hamma narsa bir xil bizda ham shunaqa shoklar. Zo'r. Koronavirus davomida bo'lgan narsalarni biz shaxsan ko'rmaganmiz. Husniddin bilan birga yashadik, Tokioga ko'chib ketdik. Tokioda biz Arubaytoni bosardik. Dam olish vaqtlarida albatta, o'qish vaqtlarida o'qib qo'yardik. Shunga unchalik ko'rmagandik, qanday bo'ladi hayoti, yangi kelganlar qanday bo'lganligini. Qiziq. Qiyinchiliklari bo'lgan ekan demak. Rahmat kattakon. Endi bu yerda yangi Yaponiyaga kelgan bolalarda shokka tushishlar bo'ladi. Misol uchun ko'pchilik shaharning ichiga kirgandan keyin rasmga oladi ko'p narsalarni, qiziq ekan deb turib va kimlardir yaponlardan nimalarnidir kutishi mumkin, o'zbeklarga o'xshab turib. Misol uchun joy berish deganaqa yoki bilmadim, nimalarnidir kutib qolishi mumkin. Shunaqalar bo'lmaydi, shok bo'ladi. Yana restoranlarga kirib qolishi mumkin, u yerda zakaz qilib bera olmasligi mumkin. Va bu yerda birinchi o'sha kelgandan keyin moslashib olayotganda eng katta bo'ladigan ko'pchilikdagi holat bu telefon, sim karta yoki boshqa narsa ish topish. Albatta bu yerda ko'pchilik Islomjon bilmadim, lekin biz va ko'pchilik yangi kelganda yapon tilini nol holatga kelganmiz-da. Umuman yapon tilini hech narsa bilmaganmiz. O'sha holatga kelib turib ish topish, telefon karta olish, bank karta ochish degan narsalar borda va bozorlik qilish degan narsalar bor. O'sha narsalar qanday bo'lgansizlar, yangi kelgansizlar, hali unchalik ko'p bilmagansizlar. O'sha haqida ozgina gaplashib olsak zo'r bo'lar deb o'yladim. Husniddin, sizda qanday bo'lgan? Men birinchi kelganimda endi masalan birinchi Yaponiyaga kelib turib, birov tanishingizga birov kishiga SMS qilish kerak, uydagilarga aytib qo'yish kerak. Kelganingizda birinchi o'rinda Wi-Fi qidirasiz. Wi-Fi o'rganib turib, boshqa vaqtlarda Wi-Fi bo'lmaydi, lekin Xudoga shukr o'zimizning universitetimizda yotoqxonasida Wi-Fi bilan o'sha bilan aloqada yurganmiz. Keyin bitta maslahat beradigan joy, agar Yaponiyaga kelayotgan bo'lsangiz, biror bir tanishingizni yaxshilab ushlab oling. Kerak bo'ladi o'sha tanishlar sizga. Agar tanishingiz yo'q bo'lsa, masalan, Yaponiyaga kelayotganingizda birorta bir samolyotda o'zbek bilan kelishingiz mumkin, yo bitta universitetga kelayotgan vaqtingizda bitta odam bo'lishi mumkin. O'sha odam bilan yaqin do'stlashib olishingizni maslahat beraman. Masalan, O'zbekistonda bo'lishi mumkin, siz Namangandan bo'lishi mumkin, birov Samarqanddan bo'lishi mumkin, birov Qashqadaryodan bo'lishi mumkin, birov Surxondaryodan bo'lishi mumkin. Yaponiyada boymi, kambag'almi, Toshkentmi, Namanganmi, hamma bir xil. Siz musofirchilikka keldingizmi, bir xil bo'lasiz. U anaqa umuman unaqa joy ketmaydi. Kerak bo'lsa u boy odamlar ham bunday boshsiz ekib keladi, yoki kambag'al odamlar ham bosh boy bo'lib ketadi. Yaponiyada hamma teng bo'ladi, teng anaqa beriladi hammaga. Shuning uchun men maslahat beradiganim, birorta yaxshi bir do'st topib oling, hamroh. Xoh bir ikki odamimiz bo'lishi mumkin, yo aka ukangiz bog'da bo'lishi mumkin. Keyin kelgandan keyin iloji boricha biz masalan birinchi kursligimizda ko'pincha o'zimizdan katta odamlarga salom berib turib, yugurib borib turib, ko'rishib turib, maslahatlar olardik.
ular bilan masalan masjidlarga borardik yoki bir o'tirib turib ovqatlanardik, abid qilardik. Man maslahat berasiz akajon, nima qilasiz deb turib. Man o'zimda Hasan akam o'zi bo'lgan. Sal Yaponiyada mandan bir yil oldin bo'lganligi uchun yo'l yo'riq ko'rsatgan, nima qilish, nima kerak emasligini. Atak bir tomondan universitet o'zi ham sizga guidance beradi. Nima qilish, nima qilmaslik. O'sha birinchi kirib kelganingizda qo'lingizga kitob beradi. Nima masalan o'zi yotoqxona nimalarni ishlatish kerak, nimalar ish kerak emas, qanaqa uyda turasan, boshqa narsa qilasan, qayerda nima bor, masalan sizga map ko'rsatadi, aniq xarita beradi. O'shalarni topib olishingiz mumkin. Keyin universitet o'zida masalan studentlarga yordam beradigan burchak bo'ladi. Agar hech kimimiz yo'q bo'lsa, o'sha burchakka borib turib, masalan, "Hey, men bunaqa telefon ochtirmoqchiman yo bank akkaunt ochtirmoqchiman, nima qilsam bo'ladi?" degan narsa bo'ladi. O'shalarga borib so'rasangiz, sizga maslahat beradi, lekin ular maslahat berishidan qat'iy nazar narx qimmatroq bo'lishi mumkin siz uchun. E, Eng zo'r maslahatim birorta o'zbekdan so'rasangiz, o'sha sizga arzonroq narsani ham ko'rsatadi, sifatli narsani ham ko'rsatadi, keyin nima qilish kerakligini ham aytib qo'yadi. Lekin universitetda o'zi sizga anaqa to'g'ri kelgan narsani berib yuborishi mumkin. O'zi nimadir kontrakt bo'lgan, boshqa bo'lgan narsalarni. Shunaqa holat bo'lgan menda. Rahmat Atagon. Yaponiyaga kelgandan keyin albatta bu senpai deb ataladi. O'zidan kattaroq 1 yil oldin, 2 yil oldin kelganlar bilan iloji boricha tanishib olib, o'shalar bilan maslahat olib, ulardan fikrini olib, yordam so'rab degan narsalarni qilib olsa yaxshi ekan demak. Islomjon, sizda qanday bo'lgan? Ha, bizda Husninniki aytganlari hammasi bilan bir xil. Undan keyin o'sha eng beradigan maslahatim boshida kelganda birinchi kelganda shu pulni ishlatishga ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni odatda ko'p talabalar o'zi bilan qanchadir miqdorda pul olib keladi, masalan 1-2 joy yashab turgani. Biz birinchi kelganimizda Tokioga kelganligimiz uchun endi qaysi magazindan nima olish kerak bilmaganmiz va orada eng qimmat magazinga kirib bir dona o'sha zaryadka oldiradi, telefon zaryadkasini $50 olib chiqqanmiz 3 kishi. 3 kishi $50 endi xursandmiz. Magazindan nimadir oldik o'zimizcha Yaponiyada birinchi marta. O'zi bu yoqqa depoga kelib narxini qarasak, bizga $10 ham olsa bo'ladigan zaryadkalar bor ekan, biz bu yoqda $50 qo'ygan bo'lganmiz. Undan keyin o'sha magazindan ko'rganda juda ham ko'p, hamma narsa bor deyarli magazinlarda. Pulni o'ylamasdan juda ko'p sovg'a tashlaganmiz boshida. Ya'ni uni olib, buni olib, o'sha katta akalardan boshqa so'ramasdan hammasini olib tashlaganmizda, keyin qarasak, bir oydan keyin pulimiz tugab qolgan. Shunaqa bo'lgan. O'sha maslahat berardim, agar o'sha qanchadir miqdorda pul bilan keladigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha pulni ishlatishga ehtiyot bo'lish kerak va albatta o'sha kattalar bilan maslahatlashish kerak. Ya'ni qayerdan nima olsa bo'ladi yoki agar ularda allaqachon o'sha narsalar bo'ladigan bo'lsa, u berishadi, sotib olishga ham ehtiyoj qolmaydi. Ikkinchisi, o'sha borgandan keyin o'sha kattalar bilan maslahatlashib, o'sha atrofdagi qaysi magazinlarda halol narsalar bor. Ya'ni halol masalan non, go'sht yoki shunga o'xshagan mahsulotlarni sotib olish joylari bo'ladi. O'shalar bilan maslahatlashib, o'shalarni oldindan bilib olishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki biz boshda borganda birinchi kelganimizda o'sha tanishlarimiz bo'lardi, olib kelib berishgan, lekin undan keyin o'zimiz juda qiynalganmiz. Ya'ni magazinga kiramiz, juda ko'p narsa bor, lekin halol narsa, ya'ni qaysi biri halol bilmaymiz. O'shani kattalar bilan maslahatlashib o'rganganmiz. Shu kelgandan keyin ikkita eng yaxshi maslahat shu, pulga ehtiyot bo'lish va albatta o'sha yerdagi kattalar bilan maslahatlashish. Rahmat Atagon Islomjon. Bu yerda albatta kattalar bilan maslahatlashish yaxshi. Va orada lekin ba'zi joylarga biz jo'natyapmizda talabalar birinchi marta kirishadi. Bu yerda o'zbeklar yo'q. Yangi endi o'zbeklar birinchi marta borayotgan joylar ham bor. Ularda ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin, chunki senpai yonida yo'q, hammaga telefonda gaplashish kerak bo'ladi. Lekin APU, Ritsumei Pacific University bilmaganlarga Yaponiyadagi eng xalqaro universitetlardan bittasi. U yerda o'zbeklar 10 yil, 15 yildan beri, 20 yildan beri bo'lishi mumkin. O'zbeklar kelishadi, har yili kelishadi. 5 ta, 6 ta, 10 ta, ba'zida 20 ta kelishi, ba'zida 2 ta kelishi mumkin. Lekin doimiy kelishadi o'zbeklar. Shuning uchun bu yerdagi community bor. Jamiyat shakllangan. Kattalar kichkinalarga yordam beradi, yangilar kelgandan keyin o'sha yangilarni kattalar ancha yo'lini ko'rsatib turib yordam berishadi. Bitta jamoa bo'lib ishlanadi degan narsa bor bu yerda. Haligacha davom etyapti bu narsa. Shuning uchun bu yerda kattalardan maqsad olish degan narsani oson bo'ladi. Lekin boshqa shaharlarda bo'lsa, o'zida ehtiyot bo'lish kerak. U yerda mana iloji boricha tanish topish kerak. Agar biz jo'natayotgan bo'lsak, biz asosan yordamimiz bo'lar, beramiz bo'larga doimiy bizdan so'rab borishadi. Uni qilish kerak, buni qilish kerak, buni qilish kerak degan narsa. Albatta biz ham qo'limizdan kelgancha javob beramiz, lekin
Yaponiyaning qaysidir qayerdadir qandaydir shahardagi do'konlarni biz bilmasligimiz mumkin. Yoki u yerdagi universitetdagi ichidagi darslarni biz tanimasligimiz mumkin. U ichidagi sistemasini bilmasligimiz mumkin. Shuning uchun u holatda ham albatta boshqa o'zbek bo'lmasligi mumkin. Boshqalardan, senpaylardan topib turib, o'zingizda kataloglarni topib turib, o'shalardan maqsad olib yoki universitetdan so'rab turib, yo'l yo'rini topish kerak bo'ladi. Bu yerda hamma o'zi kelyapti. Yolg'iz 18 yosh, 19 yosh bo'lishi mumkin. Va urush, jangga qo'yib berilgan soldat. Bu yerda tirik qolsangiz, tirik qoldingiz, o'lib ketsangiz, o'lib ketdingiz. Hech kimga qiziq yo'q bu narsani. Shuning uchun tirik qolish uchun harakat qilishingiz kerak xolos oldinga. U pulingizni tejaysiz, maqsad olasiz, yaxshi o'qiysiz, yaxshi harakat qilasiz. Hammasi o'sha urushda tirik qolishingiz va yaxshi g'alabaga erishish uchun harakat qilib borasiz. Orangizda misol uchun kimdir qayg'urishi mumkin. Palon kishi jangga kirdi, jangda yiqildi, O'zbekiston qaytib ketdi, yiqildi. Yo'q. 2 oy o'ylashi mumkin, 3-oydan keyin o'zining ishi bilan band ketaveradi. Qiziq yo'q. Shuning uchun hamma o'zini yaxshilab jangini bosish kerak bo'ladi bu yerda albatta. Har qanday davlatda bo'lishi kerak, lekin Yaponiyadan xuddi shunaqa narsa bor. Seziladi bu narsa. Hamma o'zi uchun kurashish kerak hech bo'lmasa. Rahmat kattakon. Endi u yerda universitetga keldik, joylashib oldik, kattalar bilan tanishib oldik, boshqa narsa qildik. Endi haqiqat boshlanadi, darslar boshlanadi, birinchi yil boshlanadi. U yerda darslarda ya EPUda ham, boshqa universitetlarda ham birinchi yilda asosan yapon tili bo'lishi mumkin, boshqa fanlar bo'lishi mumkin. Va birinchi marta universitetga kelgani uchun har xil narsaga qiziqishi mumkin. Arbayto, ya'ni part-time workshop boshlashi mumkin. O'shanda birinchi yilda, birinchi kursda talaba nimalarga ko'proq e'tibor berishi kerak deb o'ylaysizlar? Qayerda misol uchun ozgina qiynalishi mumkin va o'sha yerda qanaqadir o'tib ketish kerak degan narsalar, fikrlar bo'lsa, o'shalar haqida gaplashib olsak zo'r bo'ladi. Birinchi yil. Tushundingmi? Xullas, endi birinchi yil, birinchi universitetga kelganingizdan keyin 2 hafta orientation bo'ladi o'sha o'qish boshlanguncha, ko'nikib olish uchun. Endi birinchi darsga o'zi kirganingizdan o'zi hayratga tushasiz, chunki bir 20 xil anaqa nima chet ellik odamlar bilan darsda turibsiz-da. Bu siz uchun orzu bo'lgan bo'lishi mumkin yoki boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha o'zida shok tutishni boshlaysiz. Keyin masalan hamma darslar ham birinchi orientationdan boshlanadi. Anaqa sizlarga nima buni qilish kerak deb o'qituvchilaringiz aytadi. Lekin o'sha ham ingliz tilida aytiladi yoki yapon tilida aytilishi mumkin sizlar uchun. Sizlar o'shani tushunish uchun ham bunday qilib garangga o'xshab o'tirishingiz mumkin-da. O'sha vaqtda o'zidan boshlanadi. Birinchi yil anaqa shok bo'lishi. Keyin birinchi maslahat bergan narsam o'sha darslarda alohida quloq solib turib, yo kerak bo'lsa, darsdan keyin ham o'zingiz ustingizda ishlab turib, birinchi maqsadim yaponskini o'rganing. Agar yaponskini o'rganmasangiz, siz uchun Yaponiyada ish yo'q. Student sifatida. Endi masalan universitet bitirganingizdan keyin bo'lishi mumkin. Lekin student sifatida agar ishlamoqchi bo'lsangiz, masalan, o'zida o'qishingizga pul to'plamoqchi bo'lsangiz yoki tirikchilik uchun yoki O'zbekistonda qarz bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalar to'plamoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda yaponskini o'rganing. Ko'pchilik bizga O'zbekistondan kelishdan oldin o'ylaydiki, Yaponiyaga borib soqqani bo'lsaman, 5-6 oyda birinchi pul jo'natib yuboraman deydi-ku. U narsa xato. Siz tasavvur qiling, jangga kelyapsiz, qurolingiz yo'q, qanaqa qilib urushasiz? To'g'rimi? Mana yerda qurolni qilich qilib olish kerak, to'za qilib olsa, keyin ishlashingiz bo'ladi. Mana o'zim ham kelib turib, menimcha 4 oydan keyinmi ishlashni boshlaganman. O'shanda ham otelda bedmakingda ishlashni boshlaganman. Biz masalan mehmonlar ketgandan keyin borib turib, divanni qimirlatib, pastelni almashtirib shunaqa ish qilardik. Keyin bitta yaxshi tomoni, chunki siz O'zbekistondan energiya bilan kelasiz, katta kuch bilan kelasiz. Nima desa bo'ladi, anaqa soft mind bilan kelasiz, anaqa yoraveraman hamma yo'q, katta energiya bo'ladi. Xuddi o'sha energiyani siz yapon tiliga sarflash kerak. Tilni o'rganish uchun. Masalan, har xil sistema bo'ladi darsligingizda. Kanjilar bo'lishi mumkin, yozuv boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Ular darslar o'tiladi-yu, lekin eng maslahatni beradigan birinchi yil o'zida yapon do'stlar orttirishni o'rganinglar. Chunki sizlar birinchi universitetga kelganingizdan keyin agar yapon bolalar bo'lsa, ular sizlardan ingliz tilini o'rganishni xohlaydi-da. Chunki ular o'sha uchun bu universitetga kelyapti. Ular sizni nimangizni bir madaniyatingizni o'rganish uchun kelyapti. Ular bilan do'st bo'lish yaxshi narsa. Ular xohlaydi, lekin yaponlarda madaniyati bor, birinchi borib tursa gapira olmaydi. O'shanaqa juda ham bir anaqa odamni hurmat qiladigan xalq. Bizda o'zbeklar bo'lsa, uka yaxshimisiz, opa-tuzimisiz ketaveramizku, xuddi o'shanaqa narsa, lekin ularda unaqa narsa yo'q. Ular yoningizda tursam jim turaveradi agar siz borib gaplashmaguningizda. O'shaning uchun birinchi yil o'zida
tilga qattiq e'tibor bering. Birinchi yilda o'zida qanaqadir ish chiqib qolsa, masalan, manaqa tillar unchalik kerak emas, o'qishdan tashkil qilishi mumkin desa, manimcha qilish kerak. E, nima desa bo'ladi? Bu qiyin ish ekan, bu menga to'g'ri kelmaydi, man charchab qolaman. Bunaqa narsa emas. U birinchi siz anaqa bo'lish kerak, tajriba qilish kerak o'zingiz uchun. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi Yaponiyada ishlash, yo boshqa narsa bo'ladimi? Masalan, O'zbekistonga o'xshab qurilish qilish shart emas, g'isht quyish shart emas, beton quyish shart emas, lekin masalan, e, qanaqa bir katta restoranda idish yuvuvchi bo'lib ishlashingiz mumkin. Masalan, katta mehmonxonamanga o'xshab anaqalarni tozalash kerak bo'lishi mumkin, xonani tozalash kerak. Juda ham anaqa o'zim uchun g'alati qiyin ish bo'lgan, chunki 7-8 soat tikka turib butun tanani ishlatish kerak bo'lgan. Uxlab qolasiz uyga kelib turib charchab. E, Keyin shunaqa narsalar aslida prosta birinchi yil o'zida anaqa pul topaman deb kirib ketib qolmaslik kerak. Tilni o'rganish kerak, do'stlarni orttirish kerak. Yapon bilan, chunki yapon bilan gaplashganingizdan keyin sizni tilingiz ham o'sadi, ular bilan gaplashish mumkin bo'ladi. Darsda o'rganmaydigan so'zlarni, ishlatilmaydigan nimani, o'sha gapirishayotganda ishlatiladigan so'zlarni ulardan o'rganishingiz mumkin birinchi yil o'zida. Rahmat kattakon. Sizdan demak bu yerda asosiy aytayotgan narsalar yapon tiliga yaxshi e'tibor berish kerak va pulini topadigan bo'lsangiz topsangiz bo'ladi. Lekin asosan shu qilayotgan ishlaringizdagi misol uchun arubaytoga, part-time workga chiqsa, o'shani yo'q demasdan o'shani bosib o'tish kerak. Qiyin ish bo'lishi mumkin, oson ish bo'lishi mumkin, lekin yapon tilingizni ko'tarib turib, darslarga e'tibor berib turib, yaxshi harakat qilsangiz, bemalol olib ketasiz degan narsa. Albatta bu yerda ikkinchi yilga o'tgandan keyin yana ozgina gaplashamiz. Kontraktlarni to'lash boshlanadi. U ikkinchi yildan yoki ikkinchi semestrdan bo'lishi mumkin. Islomjon, sizda qanday bo'lgan birinchi yil? Yoki birinchi yilga nimalarni tavsiya qilardingiz yoshlarga? Xo'p, birinchi turini tavsiya qiladiganim o'sha aytib bo'lindi yapon tili, ya'ni hamma joyda kerak bo'ladi. Biz ham birinchi kelganimizda ozmuncha yapon tilini o'rganib kelgan bo'lsak ham ancha qiynalganmiz, chunki O'zbekistonda o'rganganmiz, lekin haqiqiy yapon muhitida ishlatib ko'rmaganmiz. Shu sababli juda qiynalganmiz. Magazinlarga kirish, ya'ni umuman hayotingiz yapon tilida bo'lishi sababli birinchi o'rinda yapon tilini bilish kerak. Ko'chaga chiqasizmi, magazinga borasizmi, ishga qidirasizmi, yoki u yerda yiqilib tushib yordam so'raysizmi, hamma joyda yapon tili kerak bo'ladi. Shu sababli shuni birinchi o'rindagi priority deb bilardim. Ikkinchisi, networking juda ham muhim deb o'ylayman. Birinchi yilda kelgandan keyin, masalan, universitetga kelgandan keyin odatda ko'plab universitetlar talabalarni o'sha talabalar xonasida yashashga majburlashga harakat qiladi. Uni asosiy maqsadlaridan bittasi boshqa talabalar bilan o'sha interaction, bir-biri bilan gaplashsin, o'rgansin, communication qilsin, networking kuchaytirsin degan ma'noda. Ya'ni ko'p 2-3 ta kishilarda bo'ladi, hamma o'zi yuradi. Ya'ni Yaponiyaga boradida, masalan, boshqa millatlarga yoki boshqa yapon deylik, yaponlarga yoki amerikalik bo'ladimi, kanadalik bo'ladimi, fransiyalik bo'ladimi, uncha o'zini topib yurishga harakat qiladi gapirmasdan. Shunaqa qilmasdan birinchi o'rinda shu networkingga e'tibor berishni maslahat bergan bo'lardim. Har xil joylardan do'stlar o'tirib, keyinchalik nafaqat u do'stlar bo'lib qoladi, balkim keyinchalik o'sha universitetdagi hayotda darslar bo'ladimi, yordamlar bo'ladimi, yoki deylik Fransiyaga ketyapsiz deylik, masalan, travel qilmoqchisiz, Fransiya o'rtog'ingizni telefon qilib turib, shu yerga ketyapman, qayerga maslahat berasan, yoki Fransiyada bo'lsang meni o'sha men aylantir degandagi har xil imkoniyatlar ko'p bo'ladi. Shu sababli o'sha networking yapon tili va uchinchisi, birinchi yildan boshidan GPA, ya'ni dars baholariga e'tibor berish kerak. Chunki birinchi semestrda agar ballaringiz tushib ketsa, o'sha keyingi semestrdan deyarli bir xil davom etadi. O'sha GPA masalan 4 balli sistemada bo'ladi bu yerda. Iloji boricha birinchi semestrda o'sha 3,5 dan tepa yoki o'sha 4 ga maksimal harakat qilish kerak. Ya'ni o'qish o'ziga e'tibor berish kerak birinchi o'rinda. Ya'ni o'qishni bitta sistemaga qo'yib olib, undan keyin o'sha yapon tili kuchaygandan keyin o'sha arbayto, ya'ni ishlarga topshirish larni boshlasa bo'ladi. Shularni eng birinchi yilda maslahat berganlarim shular bo'lardi. Rahmat Islomjon. Qo'shimcha qilsam bo'ladimi? Bemalol. Anaqa o'sha Islomjon aytib o'tganiga o'xshab turib, networking juda ham yaxshi narsa bo'lishi kerak birinchi yil o'zida. Keyin universitetga kelgandan keyin birinchi yil sizlarga qanaqadir to'garaklar berilishi mumkin-da. Darslar davomida masalan, anaqa o'qishdan keyin qilsang bo'ladigan deydigan to'garaklar bo'ladi-ku. O'sha narsaga ham juda ham qo'shilishni maslahat beraman. Chunki
O'sha universitetga kelgan hamma odam bitta niyat bo'ladi. Men do'st ortmoqchiman, do'st ortmoqchiman bo'ladi. Chunki o'sha vaqtda uchraydigan odamingiz o'z do'sti yo'q bo'ladi. U odam siz bilan yaqinlashib ketish darajasi juda ham kuchli bo'ladi. Keyin o'sha do'stlar sizga umrbod do'st bo'lib qoladi. Bilasizmi? Masalan, menda do'stlar bor hozir Yaponiyada birinchi kursligimda birinchi kelganimda ko'rishganman. O'shalar bilan juda ham yaqinlashib ketganman. O'sha bolalar hali ham anaqa ko'chaga chiqib, ovqatlanib, boshqa narsa qilib yuramiz. Ular davlatiga borsangiz yaxshi yordam beradi sizga. Lekin o'sha oshnalaringiz mana siz ikkinchi yil, uchinchi, to'rtinchi kursda topadigan oshnalaringizdan ko'ra oqibatliroq bo'ladi. Birinchi topasizku, chunki ular bilan siz bir xil narsani aniq qilyapsiz, sherik qilyapsiz, ulashasiz. Ular ham birinchi kelgan, birga boshdan kechirasiz har xil aniq holatlarini. O'sha narsa juda ham muhim deb o'ylayman, networking qilish birinchi o'rinda. Rahmat kattakon. Albatta men ham shu narsani tavsiya qilardim. APU endi Respublika Energy Perspektiv universitetiga kelganda talabalar yotoqxonaga joylanadi. Joylangan joyiga qarab turib, bitta etajni o'zida 20 tacha davlatdan bo'lishi mumkin. 15 ta 20 tacha davlatdan kelgan bolalar bo'ladi. U Kanadadan bo'ladi, Xitoydan bo'ladi, Vyetnam bo'ladi, Bangladesh bo'ladi, Nepal bo'ladi, Amerika, Kanada hammasidan bo'lishi mumkin. Ular bilan hamma ham do'st orttirish xohlaydi. Ochiq bo'ladi. Yaponlar ayniqsa qaniydi o'sha chet ellar bilan do'stim bo'lsa degan narsani qiziqishadi ular ham. Shular bilan do'stlashib olish, ular bilan yaxshi chiqishib olish degan narsalarni boshlab olish kerak bo'ladi bu yerda. Boshlab olsangiz, bundan keyingi hayotlaringizda ham albatta 2-yil, 3-yil, 4-yillar yanada qiziqroq o'tish ehtimoli baland. Albatta bitirganingizdan keyin ham yaxshi network bo'ladi. Shaxsan o'zimda ham, boshqalarda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Bitirgandan keyin o'sha do'stlar bilan davom ettirish degan narsalar ustida ham aytib o'tdim. O'sha narsa bor hali ham. Shuning uchun yaxshilab do'st orttirish kerak. Ular bilan har doim oldi bu yerda qilib ketsa bo'ladi kelajakda ham. Endi bu yerda aytib o'tildi, birinchi navbat yapon tili degan narsa. Yapon tili ham ikki kishi ham aytib o'tdi. Juda muhim deb ta'kid qilishyapti. Bu narsani ko'pchilik O'zbekistonlik Yaponiyaga kelguncha o'rganmagan bo'lishi mumkin. Lekin ba'zilar bor, misol uchun universitetga qabul qilingani aniq bo'ldi, kelishib aniq bo'ldi. O'sha yerdan gazni bosib yapon tilini o'rganish kerak. Kelgandan keyin anchagina yengillashadi. Bu yerda Islomjon alohida aytib o'tdilar, baholar degan narsa, baholar juda muhim. Yapon tili juda ko'p darslar bo'lgani uchun yapon tilingiz qancha yaxshi bo'lsa, baholaringiz ham shuncha yaxshi bo'ladi-da. Shuncha yaxshi baho deganingiz, shuncha grantlar, boshqa narsalar o'zini benefitlari juda ko'p keladi. Shunchamiz bir-biriga bog'langan. Albatta bu yerda siz Yaponiyaga kelishingiz aniq bo'ldi, yapon tilini boshlash kerak. Lekin Yapon universitetlariga kirish uchun yapon tili bilish shart emas. Kirganingizdan keyin, "Davay, men o'sha universitetga boraman, Yaponda o'qimoqchi bo'ldim" deysizmi? Demak, siz Yaponiyada yapon tilida gaplashishni bilasiz. Yapon tilini o'rganishingiz kerak bo'ladi o'sha yerda. Iloji boricha ertaroq. Zo'r, endi birinchi kursda aytilyapti, yapon tilini o'rganish, networking, do'stlar orttirish va baholarga e'tibor berish. Bu narsalarga e'tibor beriladi, harakat qilinadi bolalar va bu yerda qiyinchiliklar yana bo'lishi mumkin-da, misol uchun, do'st orttirish yoki bilmadim, moliyaviy qiynalish degan narsalar bo'ladi-da. O'shalarda misol uchun qanaqadir fikrlar bormi? Kelgandan keyin do'st orttirish qiyin degandaqa bolalarga. Misol uchun ba'zilar bo'lishi o'zida ayb bo'lishi mumkin. Misol uchun, unchalik boshqalar bilan chiqishni xohlamaydi, o'zini ishini qilib, jim yurishi mumkin yoki ba'zilar bor, juda ko'p boshqalarga intilib boradi. Nari tur deydigan darajaga chiqib qolishi mumkin deganqa. Lekin oddiy odamlar bo'lishi mumkin, chiqishga qiynalayotgan yoki strategiyalar o'ylayotgan. Misol uchun shunda siz nima qilgansiz bu yerda chet elliklar yoki yaponiyaliklar bilan yaqinroq do'st bo'lish uchun? Mandaku unaqa problemalar umuman bo'lmaydi. Xarakterim shunaqa, anaqa odamlardan tez chiqib ketaman. Lekin maslahatim o'sha anaqa bizda ham atrofimizda, chunki yaponlar juda ham uyatchan bo'lardi. Umuman odamlar chiqishmaydigan oshnalar bo'lardi bizda ham. Bitta o'zini ko'rigida yurib turib, bitta o'zidan o'zi borib kelib yuradigan odamlar bo'lardi. Lekin o'shanaqa agar odam bo'ladigan bo'lsa, maslahatim anaqalarga kiringlar. To'garaklarga kiringlar. O'zi universitetlarga tashlashtirib qo'yilgan, darsdan keyin bo'ladigan. To'garak bo'lishi mumkin yoki zali bo'lishi mumkin, ko'pchilik anaqalarda, universitetlarda zalga borishinglar mumkin. Zaldagi bolalar ham gapirishi mumkin sizlarga. Yoki qanaqadir bir swimming pool bo'lishi mumkin, anaqa cho'milish basseyni bo'lishi mumkin. O'shanaqa joylarda do'stlashib olishingiz mumkin yoki o'zi darslarning o'zida ham birinchi kelganingiz uchun odamlar bir-birini yaqinlashib olish uchun qanaqadir bir jamoalarga bo'linib qo'yiladi-da. Masalan, 5-6 qilib turib, sizga
o'sha 5-6 ta odamga task beriladi, qanaqadir uyga vazifa beriladi, san 6 ta mana shu narsani qilib kel deydida. O'sha narsani ba'zi vaqtlar onlayn o'zida bitirish qiyin. Shuning uchun o'sha odamlar bilan ko'rishib turib qilmasangiz bo'lmaydi. O'shanaqa vaziyatlarda ham endi raz o'sha ishni birga qilyapsizmi, u siz muloqot qilyapsiz u odamga, u odam haqida ozgina tushunchaga ega bo'lasizda. Masalan, qanaqa kallasi ishlaydi yo qanaqa ishlamaydi degan narsalar. O'sha narsada ham agar ja unaqa nima desa bo'ladi, odam yoqtirmaydigan odam bo'lmasangiz, o'sha joyi o'zidan ham do'stlashib ketishingiz mumkin deb o'ylayman. Bunaqa odamlarga maslahatim. Hmm. Lekin men o'zim umuman qiynash bo'lmagan, любой odamga gapirib ketaverardim. Ko'chada yurgan bo'lsam haydab o'tib ketaverardim. Ikkinchi marta ko'rsam WhatsApp urib ketaverardim. Bunaqa narsa umuman bo'lmagan. Masalan, uni kafeteriyada biror kishi bitta o'zi o'tirgan bo'lsam, borib turib yoniga o'tirib gaplashib o'tiraverardim. Unaqa narsa bo'lmagandi menda. Zo'r, zo'r. Demak, do'stlar o'rtasida ozgina qiynalish bo'ladigan bo'lsa, universitetda darslardan keyin bo'ladigan, undan tashqari bo'ladigan to'garaklar, klub, circle degan narsalar bo'ladi, gymlar bo'ladi, trenajyorniy zallar. O'shanalarga ko'proq qatnashishni tavsiya qilyaptilar. Endi albatta bu zo'r, chunki bu yerda majbur bo'lasiz boshqalar bilan interaction qilishni. Ular bilan salom alik qilishingiz kerak bo'lishi mumkin. Boshqa narsa qilishingiz kerak bo'lishi mumkin. Shansingiz ortadi u yerda. Yangi do'stlarni, yangi bolalarni ko'rishishga, ular bilan yaqinlashishga, uzoq davom ettirsangiz albatta bu yerda uzoqlashib ketib boradi. Va bu yerda darslarda ham albatta APU boshqacha, boshqa universitetlar boshqacha bo'lishi mumkin. Darslarda ham APU bo'lgan bo'lsa, ko'pincha aralashtirib qo'yishadi. Yaponiyaliklardan ikkita, chet ellardan ikkita qo'shadida, bir-biri bilan tanishib birinchi, kontakt almash. Undan keyin mana shu vazifa beriladi, hammang birgalikda qilasan. Bir kishi qilmaydi, hammang birgalikda qilishing kerak degan narsa qilishadi. Do'stlashish shansi juda ham ortib ketadi. Misol uchun APU kelinsa, birinchi semestrda chet ellar bilan yo yaponlar bilan do'stlashmaslikni iloji yo'q degan darajaga olib chiqib qo'yishadi. U narsa yaxshi, yaxshi unumli foydalanish kerak. Lekin boshqa davlat, boshqa universitetlarda unaqa narsa bo'lmasa, albatta iloji boricha harakat qilishingiz kerak. Sizdan aytgandek, boshqalarga o'zingiz approach qilishingiz mumkin, gaplashishingiz mumkin. O'shalarda ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Endi Islomjon, sizda qanday bo'lgan? Siz yapon tilini ozgina o'rganib kelgansiz. Bu yerga kelganingizdan keyin AP House'da 3 da bo'lgansiz. Sizda o'zini qiyinroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunaqa bizda boshida juda qiyin bo'lgan. Chunki o'sha EP3 ta kelganimizdagi deyarli bir oylardan keyin to'garaklar qilishni boshlashgan. Har xil musobaqalar, to'garaklar, o'sha odamlarni chaqirib tashqariga o'sha communication, interaction qilish uchun. Ungacha biz u EP3 ta faqatgina o'sha bitta o'zbek o'rtog'im bilan kelganman. Keyin deydigan ikkalamiz yashaymiz deb o'ylaganmiz. Faqat shu ikkalamiz bordik, chunki hech kim ko'chaga chiqmasdi-da. Xonasidan ko'chaga chiqmasdi. O'sha Covid payti bo'lganligi uchun. Keyin o'sha to'garaklar bo'lganda orada o'sha har xil musobaqalar qilishgan, qiziqarli musobaqalar. O'shanda hamma chiqqan. O'sha payt o'sha to'garak sababli boshqalar bilan tanishib, ko'rishib, do'st orttirib, masalan, kontaktlar almashtirib shunaqa qilganmiz. O'sha do'st topish o'sha qiyin holat bo'ladigan bo'lsa, eng yaxshisi o'sha to'garaklarga qo'shilish. Masalan, futbol to'garaklari bo'ladimi yoki har xil biznes to'garaklar bo'ladimi, har xillari bo'ladi. Qo'shilsa juda ham do'st orttirishlar oson. Va o'sha mabodo agar do'st orttirishga qiynaladigan yoki odamni uncha yoqtirmaydigan odam bo'lsa ham, o'sha holat muhit ichiga kirgandan keyin ancha o'rganib ketadi deb o'ylayman. Rahmat kattakon. Endi bu yerda to'garaklar juda muhim rol o'ynayapti. To'garaklar deganda bitta narsani qo'shib ketmoqchi edim. O'zbekistonliklar har xil universitetlarga borsa, lekin ko'p joyda bor bu narsa. Universitet tashkil qilgan yoki shahar tashkil qilgan har xil culture almashish bo'yicha, madaniyat almashish bo'yicha qandaydir musobaqalar bo'lishi mumkin yoki ko'rgazmalar bo'lishi mumkin. O'zbeklar juda ko'p qatnashardi, masalan, APUda boshqa joylarda. O'zini O'zbekiston haqida prezentatsiya tayyorlaydi, bayroq ushlab oladi, boradi, ularga prezentatsiya beradi, gaplashadi. Shunaqa narsalar bor juda ko'p joylarda. Bu narsalarga ma'lumot olish uchun siz universitetning o'zining platformalari borda, misol uchun talabalar uchun bo'lishinadigan ma'lumotlar bazasi bo'ladi. Har doim xatlar kelib turadi. O'shalarga qarab turishingiz mumkin yoki talabalar hammasi birga bo'lgan Facebook gruppa bo'lishi mumkin yoki qandaydir chat bo'lishi mumkin. O'shanaqalarga e'tibor berib yurish kerak. Qandaydir event yoki musobaqa yoki boshqa narsalar bo'lsa, o'shalarga yaxshilab e'tibor berib borish kerak, ko'rib borish kerak, qatnashib borish kerak. Shaxsan mana shu APU da ham u to'garaklardan tashqarida bo'lgan narsalardan yaponiyalik 9-10-11 sinflar orasida bo'ladigan
ingliz tilidagi darslar bo'ladi yoki cultural exchange degan narsalar bo'ladi. O'shalarga alohida qatnashsa bo'ladi. Hattoki pul beradi. Sizga kuningizga $80, $50 turib pul beradi. Yur, mana shu yosh bolalar bor, o'shalarga bilan ingliz tilida gaplashib o'ynab kel deydi. Siz borib o'ynab kelasiz, maza qilib turib aylanib kelasiz, pulingizni beradi degan narsalar ham bor. Shunaqa shanslardan ham yaxshi unumli foydalanish kerak. Hammasini shu universitet bazasi yoki universitet talabalar bo'ladigan ma'lumotlar bazalaridan topib turib harakat qilsangiz bo'ladi deb o'ylayman bu narsaga. Rahmat kattakon. Demak, birinchi yilni o'sha do'st orttirish, yapon tiliga e'tibor berish, bahoni yaxshi ushlashga e'tibor berishdi. Lekin ikkinchi yilda qanday bo'lishi mumkin? Misol uchun, birinchi yil tugadi. Yapon tili sal o'rgandi. Telefoni bor, arubayt o'qilyapti. Ana endi bitta katta narsa kelyapti. Kontrakt to'lab qo'y degan narsa keladi. Mana shu yergacha kontrakt to'lab qo'yishing kerak. Endi APU ga universitetga kelganda talabalarda 100% grant olish qiyin. 50, 80, 65, 30 bo'lishi mumkin. Bu yerda Husniddiniki 50% bo'lgan, Islomjonniki 65% bo'lgan. Misol uchun Husniddinda o'sha paytda 2000, $2,500 atrofida semestrga to'lov bo'lgan. Islomjonda agar sizda adashmasam 1800 ga yaqin bo'lsa kerak. Shunaqa bo'lishi kerak. 1800 atrofida semestrga 6 oyda to'lov qilyapsiz. Va u pulni sirazu to'lash kerak bo'ladi. O'sha yerga tayyorgarlik qanday bo'lgan sizlarda? Misol uchun o'sha to'lov keldi, to'lov oldingiz. O'sha yergacha bo'lgan holat. Shundan qanday bo'lgan sizda? Xullas, menimcha ikkinchi yil eng qiyin yil bo'lgan men uchun Yaponiyada. Menimcha bitta men uchun emas, ko'pchilik uchun bo'ladi. Chunki endi birinchi yil o'rganib olgansiz, tilni o'rganib olgansiz. Ish qilish ham o'rganib olgansiz. Chunki O'zbekistonga kelayotganingizdan oldin o'zi stipendiya anaqani to'lab kontrakt to'lab qo'ygansiz. Ana endi ikkinchi yil kontrakt to'lash kerak. O'zbekistonlik ota-ona, qarindoshlar sizdan umid kutyapti, chunki o'zi 1 yil bo'ldi sizda Yaponiyada. Yana uning ustiga bosim keladi sizga. O'zbekiston mabodo qarzda kelgan bo'lsangiz, u qarz 1 yil bo'lgandan keyin odamlar kutadi qaytib berishingizni. Shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. U vaqtda siz anaqa kontraktingiz kutib turibdi. Keyin nimaga berish kerak? Rentga berish kerak, ijaraga berish kerak, tirikchilik qilish uchun kerak. Mana shunaqa vaqtda ko'pchilik sinib qoladi. Ko'pchilik o'qishni tashlab ketaverishi mumkin. Yoki o'qish tashlab turib ishga kirib ketib qolishi mumkin. Atak 1 yildan keyin vatan sog'inchi ham bo'ladi, Yaponiya yoqmay qolishi mumkin. U narsani esimda ketib yuboradiganlar ham juda ham ko'p bo'ladi mana shunaqa vaqtda. Har xil narsa o'tadi-da odam ichidan. Chunki 1 yil o'qib qolgan bo'ladi, o'zi ko'nikib qolgan bo'lasiz yoki ko'nikmagan bo'lishingiz mumkin. Endi nima qilsa bo'ladi shunaqa vaqtlarda? Masalan, O'zbekistonda qarzlar bo'lib turib, men qarz olganman, masalan, ikkinchi kursligimda. Masalan, Hasan akam o'zi ham yordam bergan. Lekin o'qishdan tashqari ham o'sha nima desa bo'ladi, part time job bo'ladi. Arubayt o'qib yurganman o'qishda. Yaponiyada shunaqa narsaki, hamma narsani oldindan o'ylamasangiz, u qiyin. Bunaqa rejalashtirib, nima vaqti bilan qilmasangiz, ulgurish qiyin juda ham Yaponiyada. Masalan, O'zbekistonda nima desa bo'ladi? Pulingiz yo'q bo'lsa ham yashab yuraverasiz-da. Masalan, hovlingiz bo'lsa, dehqonchiligingiz bo'lsa, o'shanaqa narsalarni yeb yurishingiz mumkin yoki qo'shningiz ovqat berishi mumkin, boshqa narsa qiladi. Lekin Yaponiyada unaqa narsa yo'q. Siz Hasan akam aytganda o'xshab turib, jangga tashalgansiz, bitta maydon kelgansiz, o'sha yerda urush qilib qolib ketishingiz kerak. Shuning uchun ikkinchi yil o'sha anaqa kontrakt to'lash o'zi uchun siz oldindan pul to'plab yurishga majbursiz. Masalan, birinchi yilda kontraktingiz yo'q, ijara yasalangan bo'lishi mumkin. Siz masalan, u xavotir olishim kerak emas, unaqa narsa ketmaydi. Bu haqda siz 6 oy oldin, masalan, semestr boshlandimi, o'sha semestr 6 oydan keyin tugaydimi, o'sha narsani oldindan o'ylang. Kerak bo'lsa, masalan, har hafta biz Hasan akam bilan ma'lum qilib, bankacha olib turib, ichiga 1000 yendan tashlab qo'ying har hafta. Nimadir qora kun uchun bo'lishi mumkin. Yoki masalan oyligingiz har oy chiqyaptimi? Masalan, ijaramga mancha beraman, stipendiyaga mancha beraman. Birinchi o'sha narsani qilib oling. Agar qilmasangiz, universitetga o'qishga yo'l qo'ymaydi. Haydab yuborishi mumkin Yaponiyadan. O'shaning uchun oldindan olib yurishga majbursiz. Keyin endi masalan, nima desa bo'ladi, hech iloji yo'q bo'lgan senpaylardan, akalardan so'rab turasiz, qarz olishga majbur bo'lasiz. Yo O'zbekistonga chaqirishga majbur bo'lasiz. Shuning uchun oldindan harakat qilishga ko'zlanglar, to'plab yurishga. Rahmat kattakon. Bu yerda ikkinchi yil boshlandi, kontrakt keldi. O'sha yerda demak oldindan planlashtirib kelsa, anchagina yaxshi bo'ladigan narsa bo'lyapti. Islomjon, sizda qanday bo'lgan? Bizda ham deyarli bir xil shunday holatlar bo'lgan. Xo'p, bizda kelganimizda o'zi semestrni jicha boshlangandan keyin kelganmizda. Siz o'zi semestr boshlangan 2 oycha bo'lib qolgan bo'lgan.
ya'ni hali bayto ham boshlamagan bo'lganmiz biz. Shunaqa bo'lib birinchi semestrga, ya'ni o'sha kelganimizdan keyin ikkinchi yilda birinchi semestrga to'lashimiz juda ham qiyin kechgan. O'zimizda deyarli yarimcha o'sha semestrni narsasini puli bo'lgan, kontraktini puli bo'lgan, lekin yana ozgina yetmay qolgan bo'lgan. Va shu yerda o'sha networking juda qo'l kelgan. O'sha bitta pokistonlik mo'shna biznes bilan shug'ullanadigan aka bo'lardilar. Ular bilan u yerda bu yerda ko'rishib, ozgina o'sha oldi berdi qilib, ancha yaxshi bo'lib qolgandik o'sha o'rtog'im bilan. Va o'shandan keyin ulardan so'rab turganmiz, shunaqa kontraktimiz kelib qoldi, berib turing deganmiz. Shunaqa bo'lib birinchi semestrikini kontraktni shu yarmini ulardan olib shunaqa qilib to'lab yopganmiz va keyinchalik baytoladan hop yig'ib qaytarganmiz. Hop, bu yerda o'sha aytmoqchi bo'lgan eng yaxshi maslahatim disiplinaga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Ya'ni Husnining aytganlaridagi oldindan masalan keyingi semestrga yana 6 oy bormi? Ya'ni kontraktga 6 oy bormi? Shu 6 oy ichida plan qilib har oy qanchadir miqdorda saqlab borish kerak. Va bu narsa mumkin. O'sha ishlarni qilib, part time'larni qilib, arbaytlarni qilib turib o'tirsa bo'ladi, bemalol o'tirsa bo'ladi, lekin disiplina kerak bo'ladi. Chunki o'ta ham ko'p bolalar bor. Bemalol topsa bo'ladi, lekin masalan orada ishga chiqmay qoladi, uxlab qoladi, borgisi kelmay qoladi, dangasalik qiladi yoki ebek o'ynab ketib qoladi, pulini ishlab tashlaydi befoyda narsalarga. O'sha holatlar oxiriga kelganda keyin to'lash ham qiyin bo'lib qoladi. U paytda o'qishlar ham ancha pasayib ketgan bo'ladi. Juda stress holatga tushib qolinadi. Shu sababli borgandan keyin eng e'tibor beradigan narsa ozgina disiplinada yurib, odam o'zini qo'yavermasdan, masalan, har oy pul tushdimi, oylik tushdimi, arbaytodan alohida chekiga qanchadir miqdorini hisoblab olib qo'yish kerak. Chunki bizda bitta gap bo'lardi, kontrakt oyi keldimi, deylik, o'sha biz bepulda yashaganmiz, kontrakt oyi keldimi, bepulda pul yo'q degan narsa bo'lardi bizda. Ya'ni kimdan pul so'rasangiz hech kimdan pul chiqmaydi. O'sha senpaylardan ham so'radik, hamma kontrakt to'lash kerak yoki boshqadan so'raymiz, hamma o'sha kontrakt o'zini to'lash kerak. Ya'ni o'sha cityda pul yo'q degan narsa bo'lardi. Oldindan plan qilib kelmasangiz, demak, juda qiyin holatda qolasiz. Shunday. Rahmat aytdikon. Demak, bu yerda networking ham juda foydasi tegyapti bu yerda. Albatta, har qanday holat bo'ladi. Kimdadir haqiqatda yo'q, iloji yo'q bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Siz jangdasiz, jangda yo'q, iloji yo'q, pulim yo'q deb tursangiz, kimdir sizni o'ldirib ketaveradi. Qiziq yo'q hech kimga. O'zingizga qaytib ketasiz, hammasi nolga tushadi, uvol bo'ladi degan narsa bor. Shunda networkingga borib turib, misol uchun kimdir boshiga kelib turib, iltimos qilib yordam berishingiz mumkin. O'sha yordam olib turib, keyin uni qaytarib berishingiz mumkin misol uchun. Albatta, bu yerda intilish kerak, harakat qilish kerak. Shaxsan o'zimda ham ikkinchi kursligimni boshida katta pand berganman. O'sha kelganimda katta telefon kontrakt qilib qo'yganman, katta to'lovlarda yurganman. Tokioda ishlaganman, normal pul topganman, ko'p pul topganman. Keyin O'zbekistonga ketib borganman-da, O'zbekistonga 2 haftaga aylanib kelaman deb turib borib, qaytib kelganimda cho'ntagim 0 bo'lib qolgan. Yaponiyada 0 holatda keldingiz deganingiz, uyingiz yo'q, yeydigan ovqatingiz yo'q, universitetga darsga chiqishga yo'l kiragingiz yo'q degan narsalar bo'ladi-da. Hamma yoq barbod bo'ladi. Shuni hisobiga o'sha holatdan chiqib ketish albatta bu yerda menda ham networking bo'lgan, tanishlarimni joyiga borib turib o'sha yerda birgalikda turganman. Iltimos qilib birgalikda ish topib, sразу ish boshlab o'rganman. Keyin hammasini qoplab bo'lib ketib olganman. Shuning uchun yangi Yaponiyaga kelayotganlar, birinchi yil kelyapti. Albatta bu yerda o'qishingizni ham planlashtirib borishingiz kerak. Bir vaqtning o'zida kontraktingizni o'ylab qo'yishingiz kerak. Men 6 oydan keyin yoki 1 oydan keyin mana shuncha so'mni to'lashim kerak. O'sha so'mani to'lashimga men har oy shuncha to'plab yurishim kerak degan narsa bor. U universitet sizga bo'pti, xo'p, sizni tushundim. Og'ayni, bermay qo'ying. Kontraktingizni 1 yildan keyin beraverasiz degan narsa qilmaydi-da. Keldimi, berasan, bermasang surib betdan deydi. O'shanga pulni normallab to'plab yurishingiz kerak. Shu betaga yiqilib qolmasligingiz uchun. Uni 6 oy oldin boshlaysizmi, 1 yil oldin boshlaysizmi? Harakatlar qilib yurish kerak. Endi bu yerda ikkinchi kursdan keyingi to'lovlarni har doim o'sha planlashtirib ketsa kerak deb o'ylayman talabalar. Endi bu yerda boshqa narsa kelyapti. Ikkinchi kursdan keyin, ikkinchi kursdan boshlab turib, qo'shimcha to'garaklar ko'payib borishi mumkin yoki qandaydir yaxshi imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Misol uchun, chet elga o'qib ishga borib kelish. Boshqa davlatga, boshqa universitetlar bilan hamkorligi bo'ladi. Misol uchun, APUda ham Kanada, Amerika, Avstraliya davlatlarida ham, Germaniyalarda ham hamkorlar bor. Bizning talabalarimiz hozir kirayotgan Keio vositalarga kirishyapti. Ularni Garvardchalik universitetlar bilan ham hamkorligi bor-da. Bemalol bir xil summada orzu to'lamasdan turib borib o'sha yerda o'qib kelish mumkin.
degan narsalar bor. Yoki APU'da ham bo'ladi, boshqa joylarda ham bo'lishi mumkin. O'qituvchiga yordamchi vazifasi bor yoki yotoqxonada talabalarni regrurovka qilishga yordam beruvchi vazifalar bor. Yoki boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Sizga pul beradi, a, malaka olasiz degan narsalar bor. O'shalardan qanday foydalangansizlar yoki a, musobaqalar bo'lishi mumkin. Business case competitionlar bo'lishi mumkin, biznes bo'yicha yoki qanadir accounting bo'yicha bo'lishi mumkin. Speech bo'yicha bo'lishi mumkin. O'shunaqa imkoniyatlardan qanday foydalangansizlar? Sizlarda qanday bo'lgan yoki nimalarni tavsiya qilardingiz? Foydalanmagan bo'lsangiz ham, misol uchun, kimgadir endi keladigan bo'lsa, mana shunaqa qilganingiz yaxshi bo'lardi degan narsalarni. Islomjon, siz birinchi gaplashasizmi bunisi? Ha, bo'ldi. Shu aytganlaridek, universitetlarda odatda juda ham ko'p imkoniyatlar bo'ladi. O'sha grantlar, to'garaklar, study abroad programmalar, ya'ni boshqa mamlakatdagi o'sha kontrakt universitetlarda o'qib kelish kontraktlar o'ta ko'p bo'ladi, imkoniyatlari. Man katta o'sha fokusi o'sha har xil to'garaklarga, ya'ni to'garak deganda ham nafaqat sportni o'zi, balki o'sha biznesga aloqador. Bizda o'sha bu yerda business case competition bo'ladi. O'sha odatda har semestr o'sha business case competitionga biz jamoamiz bilan qatnashishga harakat qilardik va yana boshqa shunga o'xshagan biznes musobaqalari bo'ladigan bo'lsa qatnashardik juda ham ko'p. Nimaga deydigan bo'lsangiz, keyinchalik masalan universitetda har xil grantlar bo'ladi. Grantlarga topshirayotganingizda shu to'garaklarga, ya'ni universitet hayotida nimalar qilgansiz, nima narsalarga qatnashgansiz, qanaqa yutuqlarga erishgansiz, shunaqa narsalar haqida juda ham ko'p yozadigan joylar bo'ladi. Masalan, 2 yil o'qib qo'ydingizda grant olaman deb miyada keldingiz, grant topshiraman deganingizda nima narsa qilgansiz, 2 yil nima narsa qildingiz universitetda degan savoliga agar to'garaklarga umuman qatnashmagan bo'lsangiz yoki shunday business case competitionlar yoki study abroadlarga qilmagan bo'lsangiz, nol, hech narsa yo'q bo'ladi-da. Ya'ni grantga topshirmoqchisiz, lekin sizda hech qanaqa experience yo'q. Shu sababli o'sha biznesga aloqador yoki cultural bo'ladimi, shularga aloqador ko'proq to'garaklarda aktiv bo'lib, sertifikatlarni olib, shunday experience qilishim juda ham katta tavsiya bergan bo'lardim. Keyinchalik o'sha har xil grantlarga topshirayotganda juda ham katta narsa bo'ladi. Ular uchun foydavor bo'ladi. Rahmat kattakon. Bu yerda aktivniy qatnashib borish, biznes kompetitsiyalarga ko'p aytasiz. Biznes kompetitsiyalarga ko'p qatnashgan ekansiz. O'zingizni misol uchun kimdadir boshqa qiziqishlar bo'lsa, o'sha bo'yicha to'garaklarga asoy qatnashib borsangiz yaxshi degan narsa bo'lyapti. Sizda qanday bo'lgan? Nimalarni tavsiya qilardingiz agar sizda bo'lmagan bo'lsa? Xo'sh, mani ikkinchi yilim mana o'sha biznes case competitionga qo'shilganman, Islomjonga o'xshab turib. Bizda Fardo degan anaqa teacher bo'lardi. O'sha joyga qatnashganman. O'shanaqa nima to'garaklar qatnashish eng yaxshi tomoni, agar u ilmiy narsalar bo'lsa, sizlar bilimdor, smart odamlar bilan birga qo'shilasizlarda, o'shanda odamlardan ko'p narsani o'rganishingiz mumkin. Xuddi o'shanaqa joyda. Siz bilmagan narsalarni, lekin u siz masalan qo'rqib turibman, bilmaganimni bilmayman-ku deydi-ku, xuddi o'shanaqa darajada turaverasangiz, u bilmasdan yuraverasizda. Hech bo'lmasa o'shani oldida yursangiz ko'p narsani o'rganasiz. Maslahat beraman qo'shilishinglarni. Keyin eng zo'r maslahat bergan narsam o'zimda armon qolib ketgan, nima qila olmaganman. Agar ilojinglar bo'lsa, sharoitlar ko'tarsa, exchange programga boringlar. Boshqa davlatlarga, agar universitetlar sizlarga shunaqa narsa qilib beradigan bo'lsa. Mani o'zim qiziqib turib, masalan, ispan tilini o'rganishni boshlaganman. Yerda bir 3 semestr atrofida o'rganman. Boshida birinchi, ikkinchi semestr zo'r balga bitirganman. Sal gapirishni boshlaganman. O'sha niyat xolos Ispaniyaga borib, futbolga juda ham qiziqishim katta bo'lgan. Futbol ko'raman deganman. O'sha bir 6 oy atrofida o'qib turib qaytib kelaman deganman. Xudo o'zi pullarni to'plab turib. Lekin bizda shunaqa Covid bo'lib qoldi, armon bo'lib qoldi xuddi o'sha narsa. Keyin bag'da stipendiya ham to'lash kerak edi. Covid, temir ish topish qiyin. Shunaqa narsa qila olmaganman, lekin juda ham xohlardim qilishni. Keyin iloji bo'lsa, masalan, Yaponiyada universitetlar orasida musobaqalar bo'ladi. Masalan, futsal musobaqasi bo'lishi mumkin, futbol musobaqasi bo'lishi mumkin, yoki boshqa fanlar bo'yicha musobaqalar bo'lishi mumkin. O'shanaqa karate musobaqalari bo'lishi mumkin. O'shanaqa to'garaklarga kirishni maslahat beraman, chunki kelajakda Yaponiyada siz ish qidirayotganingizda o'sha narsani o'z rezyumengizga kirita olasiz. Mana shunaqa exchange programma boshqa davlatga borganman.
yo mana shu to'garaklarda qatnashganman, yo mana shunaqa nima desa bo'ladi, musobaqalar qo'llatib qo'yganman, mana shuning uchun menga ishonman, kompaniyaga ishga ol degan narsani ayta olasiz. Bu narsa ikkinchi kursdan, kerak bo'lsa birinchi kursda oxirrog'idan siz boshlashingiz kerak. Juda ham muhim narsa. Endi o'zimga armon qo'yganim uchun sizlarga maslahat beraman shunaqa narsalarni. Rahmat kattakon. Bu yerda ispan tilini o'rganib, misol uchun Ispaniyaga borib turib, misol uchun ligalarga tomosha qilgani borish, o'sha yerda chet ellik do'stlarni yana orttirish, study abroad degan narsa yana qilish mumkin bu yerda. O'sha narsani tavsiya qilyaptilar. Albatta bu narsani tavsiya qilardim. Agar sharoit ko'tarsa va iloji bo'lsa, topshirib qayerga qiziqyapsiz? Misol Amerikaga qiziqyapsizmi boring. Germaniya, Xitoy, Avstraliya ko'p universitetlarda, boshqa davlatlarning universitetlar bilan hamkorligi bor. O'shaning uchun o'shalarni ko'rib chiqib, ichidan sizga yoqqan universitetni oldindan planlashtirib turib, tayyorgarlik qilib borish kerak bo'ladi. Bu yerda ham talablar bo'ladi ba'zida. IELTS bo'lish kerak degan yoki qanchadir GPA, minimum ballingiz bo'lish kerak degan narsalarni ham so'rab turishadi. O'shanga munosib planlashtirib borishingiz kerak yoki qaysidir 1 yil oldin topshirishingiz kerak bo'lishi mumkin. Yoki qaysidir vizaga harakat qilishingiz kerak bo'lishi mumkin. O'shalarni oldindan planlashtirib, bilib borish kerak, topshirib foydalanish kerak undan. Albatta bu yerda ba'zi talabalarimiz kelyapti Yaponiyaga 100% kontrakt, 100% grantga kelishadi. Hech narsa pul to'lamaydi. O'shadan bolalarga ko'proq tavsiya qilaman. Shunaqa exchange'lar bo'lsa, borib kelin, bepul, maza qilib boshqa davlatda o'qib kelasan degan narsani aytardim. Albatta borib o'qib kelsa bo'ladi. Bu yerda aytib o'tishdi, har xil programmalarga shaxsan o'zim qatnashganim, TL qilganman. Teacher assistant deyilardi, o'qituvchiga yordamchilik. Yozish, academic writing, akademik yozish bo'yicha dars bo'lardi. Birinchi kurslarga, men ikkinchi kursning bo'yicha birinchi kurslari uchun o'qituvchi yordamchiligi bo'yicha ishga kirganman. Ikkita fan bo'yicha qilgandim. O'shani qilib yurganman. Undan ham pul tushgan menga. Professor bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaganman. O'sha menga o'xshab turib, oldinga harakat qilayotgan boshqa davlatli yaxshi bolalar bilan tanishlar orttirganman. Ular bilan oldinga harakat qilganmiz. Va o'sha tanishlarimdan ba'zilari hozir ham oldi berilganimiz bor. Misol uchun Indoneziyada katta ministerstvoda katta odam bo'lib ishlayapti, boshqa narsalar bo'lyapti. Shu networking ham bu yerda kuchayadi. Shuning uchun iloji boricha yaxshi aktivniy bo'ladigan joylarga siz ham chiqib olsangiz, o'sha yerda tanishlaringiz qayergadir bo'lishi mumkin, yoki siz qayerda bo'lishingiz mumkin. Networking o'sha yerda kuchayib boraveradi albatta. Rahmat kattakon. Endi 3-yil, 4-yillar borda bu yerda grant olish degan narsa bor. Yana universitetning ichida yana grant bor. Islomjon, siz bilan o'shani ozgina gaplashmoqchi edim. Nechinchi kursda topshirgandingiz o'sha grantga? Toyotaniki misol uchun. Grantga topshirganim ikkinchi kursda topshirganman. Ikkinchi kursda, ikkinchi yilda topshirganmiz. Ikkinchi yilda 4-semestrda topshirganmiz. 4-semestr o'sha boshidan boshlangan proseslar hammasi boshidan o'sha ochilgan o'sha Toyota Tsuchiyo deydi. Toyota Tsuchiyoni granti. O'sha yerdan topshirishni boshlaganmiz. Topshirib o'sha yerdan har xil birinchi o'rinda universitet ichida o'zida talabalarni tanlab oladi. Undan keyin ikkinchi bosqichga o'tiladi. Ikkinchi bosqichdagi o'shalarning ichidagina yana tanlab oladi va undan keyin alohida kompaniyaga jo'natadi. Ya'ni oxirida kompaniya o'zi tanlaydi. Shunaqa bo'lib turib, bitta semestr proses olgan. Ya'ni 4-semestrligim. 4-semestr полный o'sha proses bilan ketgan. 5-semestrda o'sha berishni boshlagan. Zo'r. Bu yerda misol uchun o'sha grantga topshirishingizda 4-semestrdan deyapsiz, 2 yil, 2-yilning oxirlariga borib bo'lyapti. Baholaringiz ancha shakllanib qolgan, misol uchun yaxshi bo'lishi mumkin, yomon bo'lishi mumkin. Va o'sha yerda birinchi navbatda grantni qayerdan topib olgansiz? O'sha grant linkinimi yoki topshirish bo'lgan ma'lumotni? Bu yerda o'sha universitetni veb-saytida alohida studentlar uchun har xil grantlar chiqadigan peji bo'ladi. O'sha yerdan har kuni tekshirib turardik, qachon qanaqa grantlar ochilyapti, ya'ni O'zbekistonlik talabalarga beriladigan grantlar bormi, ya'ni biz o'sha eligible bo'lgan grantlar bormi deb turib, bu yerda o'sha eng kerak bo'lgan narsa curiosity, ya'ni qiziqish, odamda o'sha qiziqish bo'lib, borib tekshirib ko'rib, nimalar bo'lyapti, qanaqa imkoniyatlar bor degan narsa juda muhim bo'ladi. Chunki bizda shunaqa holatlar bo'lganki, ba'zi bir tanishlarimiz o'shani o'tkazib ham yuborishgan, ya'ni tekshirishmagan yoki qiziqish bo'lgan shuni tekshirish uchun. Birinchi o'rinda shunaqa grantlarni, har xil imkoniyatlarni bilish uchun o'sha odamga qiziqish bo'lib borib, ko'rib, qayda nima bo'lyapti, qachon bo'lyapti so'rab kerak. O'sha universitetni veb-saytidan ko'rganmiz va undan keyin
o'zimizda paytda birga o'qiyotgan katta akalar, ya'ni senpaylar ham aytishgan oldinda shunaqa grantlar bo'ladi, shularga topshirib ko'ring deyishgan va ularning gapini orqasidan biz shu veb-saytlarni qarab yurib, qachon nima ochildi, ochilgandan keyin shu grantlarga topshirishni boshlaganmiz. Hmm. Rahmat kattakon. Demak, bu yerda qiziqish bilan doimiy grantlar bor joylarni tiklab turish kerak, ma'lumotlarni Tiklab ko'rib turish borish kerak. Agar shansingiz borligini sezasangiz, bosib o'sha yerga topshirish kerak degan narsa bo'lyapti. Siz o'sha topshirayotganingizda sizni portfoliyongizda nima yordam berdi deb o'ylaysiz? Nimaga sizda boshqalardan ko'ra yutib ketdingiz? Qayerlarda yutib ketdingiz? Xo'p, birinchi stage deylik, ya'ni universitetda hamma topshiryapti. Deylik 100 ta talaba yoki 200 ta talaba bor, hammasi topshiryapti o'sha grantlarga. Eng birinchi o'rinda filtr qilib oladigani universitetda GPA bo'ladi, ya'ni siz bahoyingiz. Ya'ni ular nima qiladi? Talabalar topshirdi va sirasi o'sha bali bo'yicha, GPA bo'yicha filtrlab tashlaydi. Keyingi bosqichga o'tgan ko'p talabalarni masalan aloqaga chiqib, sana qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi deb gapirishganimizda ko'pini holatida masalan o'sha baholari 4, ya'ni maksimal o'sha GPA 4 yoki 3,5 dan tepa bo'lgan bolalar hammasi keyingi bosqichga o'tgan bo'lgan. Ya'ni o'sha birinchi saralashga eng kerak bo'ladigani, ya'ni o'shanga prosesni ichiga kirib olishingiz uchun sizni baholaringiz juda ham baland bo'lishi kerak. Iloji boricha o'sha grantlarni olgungacha maksimal tarzda ushlab turish kerak baholarni. Birinchi o'rinda o'sha deb o'ylayman, GPA, va undan keyin o'sha extracurricular activities deydi. Ya'ni o'sha paytgacha siz qanday nimalarga topshirdingiz? Ya'ni APUda yoki Yaponiyaga qanaqa siz contribution qildingiz deylik, masalan, o'sha universitet hayotingizda. Bizda o'sha kiritganlarim o'sha business case competitionlarga qatnashganmiz. Har xil cultural eventlarga borilgan bo'lgan yoki cultural eventlarni o'zimiz o'sha o'zbeklar bilan qolgan o'sha millatlarga bilan birga katta cultural eventlar qilganmiz. O'shalarni hammasini rezyume sifatida kiritganman va o'shalar juda ham katta nimasi booster bo'lgan deb o'ylayman. Barcha bo'lishgan. Boshida. Rahmat kattakon. Demak, bu yerda sizda GPA'ngiz birinchi navbatda muhim deyapsiz. Birinchi navbatda sarson qo'rishgan, tushib ketdi, keyingilarga o'tdi. Keyingilarga o'tganda orasida siz yaxshi qatnashganingiz, demak bu yerda oldin har xil extracurricular activitiesga aktiv bo'lganingiz, Yaponiyaga qanday foydangiz tegdi. Misol uchun cultural eventlarni, leadershiplarni ko'rsatib berdingiz, boshqa narsalar qildim. Business competitionlarda leadership qildim, harakat qildim degan narsalarni ko'rsatib bergansiz. Bu yerda faqatgina insha yozganmisiz yoki intervyu ham bo'lganmi? Suhbat ham, to'g'ri. Ha, ikkinchi, ya'ni birinchi stageda o'sha bularni kiritdik, ya'ni rezyumeni demak kiritdik, hamma filtr bu bo'ldi. Ikkinchisida universitet ichida intervyu qilishadi. Intervyu o'sha ham ingliz tilida, ham yapon tilida bo'ladi. Shu yerda biz qiynalganimiz yapon tilida bo'lganligi uchun u paytda bizni yapon tilimiz unchalik professional darajada emas edi. Unchalik silliq gaplasha olmasdik yaponlar bilan. Shu yapon tilida intervyu bo'ladi. Qanaqa intervyu bo'ladi desangiz, o'sha topshirayotgan grantingizni beradigan kompaniyani o'zini qanaqadir kriteriyalar bo'ladi. Ya'ni bizga deylik, masalan, Yaponiyada bu bola kelajakda universitet bitirgandan keyin nima qilmoqchi? Yaponiyada qanaqa contribution qilmoqchi yoki o'qib turib ishlamoqchimi, biznes ochmoqchimi? Xullas, Yaponiyada nima foyda keltirmoqchi bu bola degan asosdagi intervyu bo'lgan. Uni odatda universitetning o'zining ichida 2 kishi oladi. Ham ingliz tilida, ham yapon tilida bo'ladi. Va o'sha eng asosiysi rezyumengiz haqida so'raydi va Yaponiyada nima qilmoqchisan degan savolni beradi. Yaxshi. Demak, o'sha savollarga yaxshi javob bergansiz. Yapon tilini ham oldin o'rganib kelgansiz, albatta. Bu narsani eplab ketgansiz. Va bu bo'yicha misol uchun siz Toyotagacha bordingiz, Aichi prefekturasiga, Nagoya tomonga borib turib, bu yerda adresam o'zini ishlab ko'rdingiz yoki praktika ko'rdingizmi? Qanday bo'ldi bu narsa? Yo'q, praktika bo'lmagan bunisida. Xo'p, universitetda o'sha ikkinchi bosqichdan o'tgandan keyin, universitet o'zi yordam berishni boshlagan bizga. Ya'ni chunki o'sha bu yerda kompaniyaga jo'natilyapti. Kompaniyaga jo'natgandan keyin kompaniya endi faqat APUni o'zi emas, balkim polniy Yaponiya bo'yicha ham universitetlarni applicationlarni tekshiradigan bo'lgan. Ya'ni maksimum 15 ta slot bor. 15 ta kishiga berish kerak va o'sha har bitta universitetlardan shu tanlab olish kerak. Shu sababli bizda universitetda o'zi ham bizga yordam bergan. Biz inshaalloh 5 ta insho yozish bo'lgan
insholarni yozganmiz, keyin o'sha universitetdagi intervyu qilganlarga tashlaganmiz. Ular bizga ko'rib berib, mana hujjatni o'zgartir, mana shu grammatika xato ekan, bundoq qil deb turib ancha yo'l yo'q bilan ko'rsatishgan. Ya'ni boshidagi prosesdan o'tib olgandan keyin universitetni o'zi o'sha sizga grant olishga yordam berishni boshlaydi. Shundan keyin o'sha topshirib olgandan keyin praktika qilmaganmiz, lekin har 6 oyda Toyota Tsucho o'sha grant olganlarni yig'ilish qilib chaqiradi. O'sha har xil joylarga chaqirishadi. Shu Tokiodagi ofisiga chaqiradi. Bir marta o'sha Nagoya Toyota Museumga chaqirishgan. O'sha yerda Toyotani historysi haqida tushuntirib, ko'rsatib, muzey aylantirib, undan keyin o'sha har xil eventlarga olib borib qaytarib jo'natib yuborishgan. Har 6 oyda shunaqa bo'lardi. 6 oyda biz ham report berardik kompaniyaga. O'sha har xil talabalar bo'lardida, Zoomda bo'lsa Zoomda yoki borib prezentatsiya tayyorlab, ya'ni oldingi semestrda nima qildim? Ya'ni ular berayotgan pul menga qanday yordam berdi degan mavzuda ularga o'sha prezentatsiyalar berib yurardik. Zo'r. Agar sir bo'lmasa, qanchadan berardi o'sha paytda? O'shanda Toyota Tsucho degani oyiga 100,000 yendan berishardi. O'shanda shu dollarga shu o'zbekda tushunadigan bo'lsak, hozir bilmayman 650 shunaqa atrofga to'g'ri kelsa kerak, 650 700 shunaqa atroflarda bo'lsa kerak. Shuni har oy o'shani tushirib berib turishardi. U qancha davom etgan? Bitirguningizgacha? Ha, u 2 yil davom etgan. Chunki o'zi grant 2 yillik bo'lgan. Men olgan paytim ham o'sha aynan 2 yillik vaqtim qolganda olishni boshlaganman. O'sha oxirigacha olganmiz keyin. Mazza bo'lgan. Demak, siz universitetda o'qiyotganingizda umuman part-time work qilishga hojat ham bo'lmagan holatda normalniy pul kelib turavergan grantni o'zidan. Shunaqa holat bo'lgan. Ha, undan keyin sirasi o'sha part-time'ni ham kamaytirishni boshlaganmiz. Kamaytirib shunaqa bo'lgan. Ancha yengillik bergan bizga shikoyat bilan. Zo'r. Rahmat aytaman. Endi bu yerda boshqa grantlar ham bor. Bularga qiziqib qatnashib borish kerak bo'ladi. Albatta, shaxsan men ham birorta grant topshirganman, hammasiga yiqilganman. Bir martasida o'tmaganman. Baholar unchalik zo'r bo'lmagan. O'shani albatta yiqilib qolganman. Husniddin menimcha grant olmagan u yerda. Qiyin, competition qattiq bo'ladi. Grant olaman deganlar, demak, addishi baholarni yaxshi ushlab turib, aktiv bo'lib, o'zini ko'rsatib berish kerak bo'lar ekan-da. Endi 3-4 kurslar bo'ladi. 3-4 kurslarda asosan bolalar kelajakka qarab turib, ya'ni ishni topish bo'yicha harakatlar boshlanib ketadi. O'qish bitirgandan keyin qayerda ishlayman, qanaqa kompaniyada ishlayman, qancha pul topaman degan narsalar bo'ladi-da. O'shanga tayyorgarlik bo'ladi. O'sha haqida ozgina gaplashaylik-da. Misol uchun sizda qanday bo'lgan? Misol uchun universitetda 3-kurs, 4-kurslarda nimalar qilgansizki, o'sha universitet bitirgandan keyin kiradigan ishingizga yordam berish uchun. Nimalar tavsiya qilardingiz? Misol uchun siz qilmagan bo'lishingiz mumkin, lekin hozirgi yoshlarga mana shuni qilsangiz, siz dunyoning eng kuchli kompaniyasida yaxshi joyga ishga kirishingiz mumkin degan holatlar bo'yicha tavsiyalar bo'lsa. Men o'zimda anaqa bo'lgan, men lucky bo'lganman, omad bo'lgan. G'alati bir 4-kursligimning oxirida bir tanishim ishga taklif qo'ygan, o'sha kirib ketib hozir o'sha kompaniyada ishlab yuribman. Lekin o'zimdan boshlab turib, nima desa bo'ladi, job hunting, ish qidirishni boshlamagandim. 3-kursligimda ham, 4-kursligimda ham. Menimcha Islomjon anaqa tomon ketgan, nima desa bo'ladi. O'qib, zo'r qilib, bosaman, karyera qilaman degan tomon ketganda, men unaqa narsa bo'lmagan. Sal anaqa baland-past bo'lganman. Tokioda masalan Covid vaqtida ishlash kerak edi, kontrakt topish kerak edi. Tokioga kelib turib, men ishda ishlashni boshlaganman AP dan. Chunki ag'da ishimiz bo'lmagan, boshqamiz bo'lmagan. Endi Tokioni hayotiga ko'nikib qolib turib, unaqa nima desa bo'ladi, karyeraga o'qishga qarash uchun anchalik vaqt bo'lmagan. Lekin chunki o'zim hozir bitta kompaniyada ishlayman, o'sha kompaniya Yaponiyaga ish beradigan kompaniya. Masalan, universitetlarni bitirayotgan bolalar bo'lsa, o'shanaqalarga ish topib beramiz yoki boshqa bir kompaniyada ishlab turgan odam bo'lsa, o'shanaqa odamlarga ish topib beramiz. O'zim ish topib beruvchiman. O'zim mana shunaqa maslahat beraman. Va sizlarga maslahatim, ish qidirishni 3-kursi 2-semestrdan boshlanglar. Bu juda ham muhim narsa. Prosta men omadli bo'lib qolganim uchun shunaqa kompaniyaga kirib qolganman, xudoga shukr. Hammasi zo'r, lekin ko'pchilik odam ko'rganman, pasti 100 ta kompaniya topshirgan, lekin birortasiga ishga kira olmagan. Ishga kirgan joylari bo'lsa ham juda ham oylik past.
umuman kerak bo'lsa O'zbekistonda Toshkentda ishlashdan ham ancha past va sharoitlar og'ir. Masalan, Hasan akam o'zlari boshqa bir kompaniyaga kirganlar, lekin Yaponiyaning qaysidir bir burchagida joylashgan, to'g'rimi? Masalan, Tokiodan agar ish qidirib topaman desangiz, chunki Tokioda oylik katta shahar, ko'p narsani ko'rasiz, o'zgarasiz, rivojlanish bo'ladi. Lekin Tokioda o'shanga qarab turib, raqobat ham juda ham kuchli. Chunki o'sha Yaponiyada nechta prefektura bo'lsa, hamma prefekturadan odamlar mana shu kompaniyaga topshiraman, mana shu joylarga topshiraman deb diqqat qilib, niyat qilib turibdi. Tengbo'lik katta kompaniyaga kirish juda ham qiyin Yaponiyada. Masalan, o'zimni kompaniyam, Robert Walters degan kompaniya, bizni universitetga borib turib, marketing qiladi, o'zini tanishtiradi, boshqa qiladi. Keyin biz kompaniyamizga ham bir yilda APni universitetdan odamlar yoki boshqa o'zbeklar juda ham ko'pchilik topshiradi, juda ham ko'pchilik yiqiladi. Men o'zim topshiradigan paytda ham bir 6 ta o'zbek topshirdi, bitta o'zim oladi o'sha vaqtda. Yoki ishga kirgandan keyin ham kompaniyam nechtadir o'zbekga tanishtirganman, lekin hammasi yiqilgan. Pashti anaqa nima CV'sidan ham o'tmagan, rezyumesidan ham qarab turib qabul qilmagan. Bunaqa narsalar o'sha universitet vaqtida nima qilib yurganingiz uchun asosan bog'liq. Qanaqa aktivitelar qilgansiz, nimalar qo'shilgansiz, grantlar yutgan, shunaqalar bog'liq. Lekin maslahat beradigan joyim, 3-kursni 2-semestrdan уже bosh qotirishni boshlash kerak. 4-kursni 1-semestri asosan shu narsa bilan shug'ullanish kerak. 4-kursi 2-semestri universitetni yopish bilan, baholarni yaxshi tugash bilan shug'ullanish kerak. U уже maslahatim 4-kursi 1-semestri o'zi ishni mahkam ushlab qo'yinglar degan maslahat juda ham qattiq berib qolardim. Rahmat Atikom. Endi bu yerda Husningga o'xshab turib, omadli bo'lib qolsa, oldindan hech narsa qilmasa ham yaxshi natija chiqib qolishi mumkin, lekin omadni kutib qololmaysizda, ertaga kelajagingizni omadga qo'yib qo'yolmaysiz. Shunga Husn aytgandek, 3-kurslardan boshlab turib, srazu ish topishga yaxshi yondashish kerak, ko'rib borish kerak, harakat qilib borish kerak degan narsalar bo'lyapti. Endi Islomjon, sizda qanday bo'lgan? Misol uchun 3-kurs, 4-kurslaringizda qanday harakat qilgansizki, shu kompaniyaga hozir keldingiz yoki endi harakat qilmoqchilar uchun qanday tavsiya berardingiz? Hop, tavsiyam hop, manimcha o'qishga Husnga boya aytib yubordilar, fokuslaganda uncha fokus qilmayapmiz biz ham. Ya'ni qanaqa? Ya'ni grant olgungacha juda fokuslaganmiz. Chunki o'zim ham bilardim, GPA aslida uncha rol o'ynamaydi degan tushuncha bo'lardi menda. O'sha grantga olib ham qattiq ushlab turishga harakat qilganman o'sha. Ya'ni sabr qilib grant olgungacha undan keyin tushib ketib qolgan aslida GPAlarimiz. Hop, o'sha biz ham Husnga aytganlaridagi, undan oldin ham ko'p o'sha sampllar aytishgan, iloji boricha 3-semestrdan уже job hunting, ya'ni ish topishni boshlash kerak degan narsani aytishgan. Biz ham aslida kech qolganmiz ancha. 3-semestr, 3-kursni oxirrog'idan boshlaganmiz job hunting qilishlarni. Va eng birinchi o'rinda kerak bo'lgan narsa bu yapon tili bo'lgan bizda. Hisobli undan oldin, ya'ni qolganligi ham shu yerdagilar agar bachelor's kelayotgan bo'lsa, iloji boricha 3-kursgacha JLPT kamida N2 ni olib qo'yishni maslahat berardim. Chunki juda ham katta rol o'ynagan. Ko'p kompaniyalar, ya'ni Yaponiyaga topshiryapsiz, hammasi yapon tili talab qiladi. Topshirgan kompaniyalar hammasi ba'zilari N1 yoki N2, ya'ni yapon tilisini tekshiradi. Shu sababli juda ham yapon tili kerak bo'lgan bizda. Ish topishlari jarayoni boshida qanaqadir stressful bo'ladi deydimi? Stressga to'la bo'ladi. Kompaniyalarga topshirasiz, keyin uzr aka bizga to'g'ri kelmaysiz degan emaillar kelishni boshlaydi. Shunaqa bo'lib boshida, ya'ni bizda expectation boshqacha bo'lgan. Ya'ni biz 10 taga topshiramiz, 10 tasi kirib ketamiz degan expectation bo'lganda, 10 tasi kirgan, 10 tasi topshirganmiz, 10 tasidan ham uzr degan emaillar kelishni boshlagan. Juda eng stress paytlar bo'ladi deb o'ylayman. O'sha biz o'rtoqlarimizdan bor, hammamiz o'tirib, kechasi o'tirardik, 3-4 o'tirib olib, bir-birimizni shu dardlarimizni dardlashardik. Nima bo'layapti, qalay ketyapti, nima qilamiz, qanday qilamiz degan. Keyinchalik o'sha 2-ta kompaniyada o'xshab ketib qolgan. O'shandan keyin 2-tasidan orasidan tanlab turib, shu hozir ishlayotgan kompaniyaga kirganman. O'sha software engineering positioniga. Meniki sal boshqacharoq bo'lgan. Men IT yo'nalishga topshirganligim uchun o'sha technical tomonidan ham ko'p rezyumega kiritish bo'lgan. Masalan, o'sha GitHub
deydi GitHub nimadirlar qilgan bo'lishingiz kerak. Yoki o'sha koding deydi yoki qanaqadir koding yozganmisiz, ya'ni qanday isbotlab berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zingiz zo'r bilsangiz ham isbotlab olmasangiz bo'lmasa, ular sizga ishonolmaydi. Bu nafaqat ITda, boshqa sohada ham. Nimadir gapiryapsiz, lekin o'shani isbotlab bera olmasangiz hech kim ishonmaydi sizga. Ya'ni haqiqatda bu bolani shunaqa skilli bormi, yo'qmi, shunaqa qobiliyatim bormi, yo'qmi degan ishonch bo'lmaydi. O'shani ko'rsatib berish uchun 3-yilgacha o'sha yapon tili business case competitionlar, to'garaklar, baytoli yoki internshiplar qilishni ancha maslahat berardim. Men asosiy o'sha rol o'ynaganlarda internshiplarım ham rol o'ynagan deb o'ylayman. Orada internship qilganmiz onlayn. U ham o'sha software engineeringdan bo'lgan. Uni ham o'sha rezyumega kiritganman, juda katta plus bo'lgan. O'sha ish topishimda ham. Chunki har o'sha intervyu kirganimizda ko'p holatda o'sha internship bo'yicha savollar berardi. Nima qilding, qanday ishlading, nimalar bilan narsa qilding. Ya'ni u bitta yozish emas, balkim haqiqatda detallar bo'yicha haligi deep dive deydi, ichigacha kiradi. Ya'ni haqiqatda bu bola o'sha yerda ishlaganmi, shunaqa experience bo'lganmi degan narsani bilish uchun ich-ichigacha kiradi. Ya'ni o'zingiz to'qib yozib qo'ya olmaysiz rezyumelarga ham. Shunaqa qilib, shu 4-kursda, 4-kurs oxirgi semestrda o'sha offer letterlar kelgan. O'shandan keyin biz ham shu katsani job huntingni tugatib, kompaniyada ish boshlaganmiz. Juda ham afsuslangan qismlardan bittasi o'sha yapon tili bo'lgan. Ya'ni bizda yapon tili N2 bo'lgan, o'sha ham yetmagan bizga, chunki biz o'sha kompaniya rezyumelarida har xil joylarni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Yaponning o'zining alohida rezyumesi bo'ladi. Juda ham bir tushunishga qiyin. Ya'ni yapon tilida o'sha paytda bemalol gapirisha olgan bo'lsak ham, juda ham bizga qiyin bo'lgan. Yoki intervyuga kirganda yaponlar bilan intervyu olish juda ham qiyin bo'lgan. Ya'ni o'zimni tushuntirishim yoki o'sha universitet paytidagi har xil experience va tajribalarni ularga tushuntirib berish juda ham qiyin bo'lgan. Ayniqsa o'sha deep dive, ya'ni chuqur kiradigan paytlarda juda ham yapon tili chalib qolishlar bo'lgan. Shuni maslahat berardim, yapon tilini juda ham kuchaytirib o'qish kerak. Chunki bizda ham imkoniyatlar bo'lgan, juda ham ko'p vaqtlar bo'lgan yapon tilini juda ham kuchli zo'rlab o'qishga, lekin o'rtacha olganmiz, ya'ni o'rtachadan ham pastroq olganmiz. Uncha e'tibor bermasdan bir gap bo'lar, o'tib ketamiz degan ma'noda o'rtacha olib borganmiz. Lekin o'sha boshqa kishilarni ko'rganmiz, masalan, yapon tilini zo'r olib borgan, ishlarni ham juda oson topgan. Masalan, birinchi 5 ta topshirgan kompaniyasi o'zini aytib olib, ya'ni offerlab turib, kompaniyaga kirib ketganlar bo'lgan. Shunaqa tajribalar bo'lgan bizda ham. Rahmat kattakon. Zo'r. Endi bu yerda ikki xil kompaniya ishlayapsizlar. Misol uchun ustunda recruitment, odamlarni ishga joylash bo'yicha kompaniyada consulting bo'yicha ishlayapti. Va Islomjon, siz o'sha injiniring bo'yicha ishlayapsiz. IT sohasi bo'yicha ishlayapsiz. Endi shu hozirgi ishlayotgan ishingizda ham va o'sha kirishda ham, misol uchun, sizga o'qish davomida foydasi tekkan yoki yaxshi boshqalar ayni siz bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin boshqalarga foydasi tegishi mumkin bo'lgan bilimlar yoki ko'nikmalar nimalarni tavsiya qilardinglar? Misol uchun talabalik vaqtida mana shunday narsalarni qilib olish kerak edi, bitirganingizdan keyin ishga kirayotganda yoki ishga kirganingizdan keyin ishlayotganingizda menejer bo'lish yoki senior menejer bo'lish, boshliq bo'lib ketish degan narsalarga shansingiz ortishi mumkin degan narsalar, tavsiyalar bo'lsa, o'shalar bilan bo'lishsak zo'r bo'lardi. Ustunda bo'lishasizmi birinchi? Bo'ldi, gap yo'q. Shu nima desa bo'ladi, kompaniyaga kirib olganingizdan keyin eng muhimi shu boshida mana Islomjon aytib o'tgan, Hasan akam aytib o'tgan, networking qilish juda ham muhim. Chunki men o'zim ham kompaniyamni networkingdan topganman. Bitta bir Tokioda tanishgan o'z do'stim, venesuelalik do'stim, bir anaqa O'zbekiston bilmaydi, mana bu davlatni bilmayman. Qaydan bir tanishib qolgan do'stim, yaqinlashib ketganmiz. O'sha men tanishtirib qo'ygan, o'sha yerga kirganman. Kirishimdan oldin ham u kompaniyada masalan AP'da o'qigan studentlar o'sha yerda ishlayotgan bo'lgan, necha yillardan biri. Qaysidir biri biz universitetda bir 15 yil oldin bitirib ketgan, lekin o'zi direktor darajasida o'sha yerda ishlab yurgan anaqalar borda. Masalan, direktorlar bor. O'shalardan hech bo'lmasa so'raydi yoki 3-4 yil oldin kirgan odamlardan so'raydi, mana shu bola qanaqa edi universitetda, xarakteri qanaqa edi, qanaqa odam edi degan narsa so'rash mumkin. Agar u odam sizni bir marta ko'rgan bo'lsam, yaxshi bola bo'lgan bo'lsa, ha bu zo'r bola edi, olish kerak, buni eplab ketadi ishi, masalan, tirishqoq, yaxshi bola degan narsa
nima deyishadi, referens bo'ladi-ku, odamni referensi juda ham kuchli ishlaydi Yaponiyada. O'shani esdan chiqarmanglar. Agar masalan siz birorta do'stingiz o'zingiz to'g'ridan to'g'ri kompaniya topshirishidan ko'ra, agar sizni do'stingiz o'sha kompaniyaga nima desa bo'ladi, e, tanishtirsa, o'zi ishlayotgan kompaniyasi tanishtirsa, sizni ish olish darajangiz bitta bir 30-50% oshish juda ham kuchli bo'ladi. O'sha narsaga juda ham menga nima desa bo'ladi, yordam bergan kelajakda networking qilish degan narsalar. Undan keyin masalan business case competitionga qo'shilganim, masalan o'sha asosan business management leadership degan narsalar bor edi. Hozir o'zimni jamoamda ham eng anaqa qarisi o'zimman deydi-ku. Kirganim 3,5 yil bo'lgan bo'lsa, biz jamoamiz juda ham kuchli bo'lgan. Qarilik, masalan o'zbeklarda nima desa bo'ladi, tirishqoqlik bor, boshqaruvchanlik bor. Lekin o'zimni menejerim bo'lsa ham ba'zi vaqtlar o'zim menejerim manage qilaman anaqa. Hey, baqiga bunday qilish kerakmi desam, o'zi hayron bo'lib turadi. O'sha narsalar muhim. Keyin universitetda shu o'rganganim, masalan finans bilan accounting soha bo'yicha o'sha Philip Fardon darslari bo'lardi. O'sha vaqtda o'rgangan narsalarim hozir men o'zim finansiy buxgalteriya soha bo'yicha ishga joylayman. O'sha narsani o'rganganimga shukr qilaman, chunki o'sha odamlar nima ish qilayotganini tushunaman va o'sha narsani biror kishi ish qidirayotgan bo'lsa, masalan tushuntirib bera olaman va kompaniyadan o'sha narsani olayotgan bo'lsam ham, ha mana shunaqa rol ekanda, mana shunaqa mana ishlar qilish kerak ekanda narsalarni menga juda ham kerak bo'ladi bu narsalar. Bu narsalar juda ham muhim deb o'ylayman. Menga asosan shunaqa ishlar nima universitetga kerak bo'lgan narsalarni ishlatganman. Keyin masalan oddiy ispanskani o'rgangan bo'lsam ham, kompaniyamda ispanlar bor, yo meksikanlar bor, yo boshqalar bor. O'shalarga ham masalan gap sotib, nima chaqchaq qilish uchun ham juda ham kerakli narsa bu. Shu yaqinlashib olish uchun. Masalan ularning tilida bir assalomu alaykum desangiz ham, masalan nima qilyapsan desangiz ham juda ham esida qolib ketadi o'sha odamlarning. Juda ham kerakli narsalar bo'ladi. O'shanga nimadir yaxshi narsa bo'lsa olish kerak. Universitet tomonidan u kelajakda masalan kompaniyada bo'lmasa ham o'yinlarga qaydir kerak bo'lgan narsa bo'ladi albatta. Rahmat kattakon. Demak, bu yerda aytib o'tganingiz asosan networking haqida gap ketyapti. Birinchisida networkingda iloji boricha tanishlarni yaxshi to'plash kerak, ular bilan doimiy aloqa ushlab turish kerak. Ikkinchisi, Yaponiyadagi o'sha universitet davridagi darslarni o'zini seryozni olib turib, yaxshilab o'rganib chiqish kerak bo'ladi, chunki kelajakda qaysidir holatda kerak bo'lishi mumkin degan narsa bo'lyapti. Albatta hozir sizning aytib o'tganlari accounting, finance degan narsalar kerak bo'ldi, yaxshi ketyapti degan narsalar bo'lyapti. Kimgadir misol uchun qonunshunoslik kerak bo'lib qolishi mumkin. Sizning aytyapti, ispan tilini o'rgangandim, o'sha hozir tanishlarim bilan ispan tilida ham o'zini hazillashib gaplashib turaman degan narsa. U ham yaxshi bo'ladi, misol uchun ko'p universitetlarda chet tillari ham qo'shib beriladi. APU bo'ladigan bo'lsa, u yerda ispan tili, tailand tili, xitoy tili, ko'p tillar bor. Olsa bo'ladi. Shaxsan o'zim ham xitoy tilini o'rganganman 6 oy. Keyin qo'l ko'targanman. Yo'q, men uchun emas xitoy tili deb turib, ispan tiliga o'tib ketganman, lekin kech qolganman. Ispan tilida bitta 2 semestr olganman xolos darsni. Agar shansim bo'lganda 1-semestrga qaytarimda ispan tilini boshladim. Ispan tilini to'liq tugatib tashladim. Keyin orqasida adios deb turib ketib qo'yardim. O'sha narsa bo'lmaganicha afsus qilaman, lekin ko'pchilik tavsiya qilardim o'sha boshqa tillarni ham o'rganib olishni. Zo'r, rahmat kattakon. Shundan Yana bitta qo'shimcha uzr. Anaqa masalan kelajakda ishga topshirayotgan bo'lganingizda ham intervyu qiladigan vaqtda ham sizlardan so'rashi mumkin. Ko'p vaqt so'raydida, universitet vaqtingda eng qiynalgan narsani aytib ber deydi. Qaysiga ko'ra kirgansan, nima aktivitetda juda ham qiynalgansan degan savol bo'lishi mumkin. Yo, sen uchun eng yaxshi bo'lgan aktivite nima bo'lgan, eng qiziq bo'lgan voqea nima bo'lgan desa, nima deysiz? Soqqa bosib yurganimda bunaqa bo'ldi deya olmaysizda, chunki u narsa siz o'ylashingiz mumkin bu soqqa uchun keladi xolos deb o'ylashingiz mumkin. O'shaning uchun o'sha narsa majbursiz. Aktivitelar qo'shib to'g'rilar qo'shishga majbursiz, chunki kelajakda aytib berish uchun maslahat beraman, obязательно qo'shilinglar. O'sha savollar tushib keladi. Rahmat kattakon. Demak, aktivitelarga yaxshi qatnashib bo'lish kerak degan narsa bo'lyapti. Rahmat kattakon. Shundan Islomjon, siz nima deb o'ylaysiz? Misol uchun universitet davrida qanday vaqtni o'tkazish kerakki, ish topishda yoki ishga kirgandan keyin haqiqatda rosa as qotadigan. Bu aytib o'tganingiz yapon tili bo'ldi. Endi yapon tili har doim kerak bo'ladi. Yapon tili u Yaponiyaga kelib olgandan keyin sirasi boshlangan, yapon tili bitirgandan keyin yapon tili degan muammo davom etyapti. Undan tashqari yana bir narsa bo'lsa. Eng asosiysilardan ikkita bor deb o'ylayman. Birinchisi teamwork, ya'ni team bilan ishlash degani. Chunki kompaniyaga kirganingizdan keyin siz o'zingiz ishlamaysiz. Ya'ni mana shu qilib turishga qo'yib qo'ymaysiz. Siz qandaydir jamoa bilan ishlashingizga to'g'ri keladi. O'sha yerda teamwork juda ham katta asqotadi deb o'ylayman. Teamwork bu o'zidan o'zi shakllanib qoladigan qobiliyat emas deb o'ylayman. Ya'ni
masalan universitetda 4 yil hech qanaqa teoriyaga qo'shilmasdan o'tib ketdingizda, ya'ni man teamworkim zo'r deb turib o'ylashi mumkin odam, lekin haqiqatda team ichiga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, jamoa ichiga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, o'zini tutolmay qolishi mumkin yoki nima qilishini bilmay qolishi mumkin. Shunaqa paytlarda teamwork juda katta kerak bo'ladi deb o'ylayman. Manda ham hozir o'sha universitet paytida o'sha business case competitionlarga qatnashgan bo'lsak yoki har xil eventlarga qatnashgan bo'lsak, o'sha yerdagi teamwork, ya'ni odamlar bilan muloqot qilish, har xil shu teoriyalarda qatnashib organizatsiya qilgan experienslarim kompaniyada juda katta asqotadi. Ya'ni bizda IT bo'lsa ham hamma o'sha team bilan, jamoa bilan ishlaymiz. Jamoaviy ishlash qobiliyati juda ham muhim. Ikkinchisi communication deydi, ya'ni gaplasha olish. Ya'ni gaplasha olish degani qanaqa? Masalan, savol so'rash ham alohida bir qobiliyat deb hisoblayman. Ya'ni to'g'ri paytda to'g'ri savol berishingiz kerak. Hech qachon savol berishdan qo'rqmaslik kerak. Masalan, agar deylik o'sha to'garaklarga qatnashib, shularni o'zingiz tajribangizdan o'tkazmasangiz, kompaniyaga kirgandan keyin yoki umuman boshqa joyda ham kelajakda nima desa bo'ladi, o'zidan o'zi chiqib kelmaydi. Ya'ni man zo'r gapiraman desa, u bilan ish bitib qolmaydi. Ya'ni o'shani amalda ham ko'rsatib turib, o'shani tajriba qilib turib, undan keyin o'sha qobiliyatni rivojlantirgandan keyin kelajakda o'sha ishlarda ishlatsa bo'ladi. Va hozirda masalan ITda ishlasak ham o'sha menejerlar bilan gaplashganda ham ular ham masalan menga o'rgatganda, ular odatda koding bo'yicha maslahat bermaydi-yu, sen senior levelga chiqmoqchimisan, teamwork o'rgan va communication o'rgan. Ya'ni odamlar bilan muloqot qilishi, ishni bitirishi, muammo chiqdimi yoki sen qanaqa task berildimi, u taskni o'zing bitira olmaysan, odamlar bilan muloqot orqali o'sha ishni bitirasan degan ko'p maslahatlar bo'ladi. Hisobli shu teamwork bilan communication, ya'ni odamlar bilan gaplasha olish ishni ancha o'sha maslahat bergan bo'lardim. Rahmat kattakon. Demak, san bu narsaga albatta shundan qo'shilardilar. Teamwork degan narsa bo'lyapti. Jamoaviy ishlash. Jamoada siz liboy kompaniyaga kirsam, yoshlar bitta o'zi ishlamaydi. Kompaniya bitta xodim bo'lmaydi. 10 ta xodim, 30 ta xodim, 50 ta, 100 ta xodim bo'ladi. Jamoa bilan ishlash bilish kerak. Universitet davomida hamma universitetlarda shunday bo'ladi. Jamoaviy ishlar bo'ladi. O'shani qilib borish kerak bo'ladi, aktiv qatnashish kerak bo'ladi, o'rganib kelish kerak bo'ladi. Universitet darslaridan tashqari har xil extracurricular activities aytib o'tdilar Islomjon. O'sha narsalarda ham qatnashsangiz, misol uchun teamwork o'rganasiz. Albatta bu yerda ikkinchisida communication skills deyaptilar. Communication skills ham albatta bu yerda o'ziga o'zingiz gapirib o'rgana olmaysiz. O'sha boya aytilgandek teamwork qilayotganda yoki boshqalar bilan ishlayotganda yoki prezentatsiyalar bergan boshqa narsalarda yaxshigina shakllantirib olsangiz bo'ladi communication skillsni. O'shani qilib borish kerak bo'ladi. Albatta bu yerda talaba Yaponiyaga keldi, 4 yil o'qiyapti. Endi bu yerda ozgina xulosa sifatida chiqarib qo'ymoqchi bo'lsak, yapon tilini yaxshi ushlash kerak bo'lyapti. Moliyaviy holatni yaxshi ushlash kerak bo'lyapti. Baholarni yaxshi ushlash kerak bo'lyapti. Agar shularni qilsa, yaxshi grantlarga topshirishi mumkin, boshqa narsa qilishi mumkin bo'lyapti. Keyinroq har xil to'garaklarga, qo'shimcha extracurricular activitieslarga aktiv qatnashish kerak bo'lyapti. Ularni qilib borsa va ish qidirishni, misol uchun kimdir menga yiliga $100,000 pul tushiradigan kompaniya topishim kerak deyapti. O'sha narsani maqsad turib 3-kursdan qidirish kerak. 4-kursning oxirida qidirishni boshlasa, u kompaniya chiqmaydi. Chiqsa ham 2 yil oldin tugatgan bo'lishi mumkin qabulni. O'shanga qarab turib ishlashni boshlash kerak bo'ladi, topishi. Ba'zi kompaniyalarga borib turib internship qilish mumkin. Ya'niki malaka, praktika deyiladi O'zbekistonda. O'sha 3-kursda, 4-kursga borib turib, yarim yil yo 1 hafta, 2 hafta, 10 kuncha borib turib internship qilib ko'rasiz. Agar sizga yoqsa, ular ham sizni yaxshi ko'rib qolsa, keyin topshirsangiz qabul qilishingiz ham oson bo'ladi degan narsalar bor. Sizni aytganlaridek, boshqa tanishlaringiz bo'lsa, ular tanishtirib bersa, shansingiz yanada ortib ketadi degan narsalar bo'lyapti. Oldin o'rgangan narsalaringiz, praktikalaringizni o'sha intervyu, boshqa narsalar gapirib o'tsangiz, yanada sizga yoqtiradi va qabul qiladi degan narsalar bo'lyapti bu yerda. Endi oxirida o'zimizdan Hasan aka, o'zi gapingizni bo'ldim, uzr. 1 minutda hozir savollar bo'limiga o'tamiz, o'shanda gaplashsak bo'ladimi? Ha, bo'ldi, xo'p. Xo'p, rahmat. Ustida sizda misol uchun Yaponiyaga kelyapti talaba. 100% grant emas. Misol uchun yiliga $4,000, $5,000 kontrakti bor, to'lash kerak, o'qish kerak degan narsa bo'lyapti. O'sha narsaga qanday qaraysiz va kelib turib nimalarga umumiy qilib oxirgi xulosada nimalarga e'tibor turib yaxshi kelajakni qurib olsa bo'ladi degan narsa umumiy qilib bitta aytib bora olasizmi qisqacha?
Xullas, men uchun to'g'risini olsam, endi masalan Yaponiyada 8 yil yashadim. Masalan, hammasi joyida-yu. Yaponiyani 100% kontrakt kelsa eplaysiz bo'ladi. To'g'risini aytganda, hamma narsa o'ziga bog'liq. Xullas, Yaponiyaga kelish imkoniyat i plus responsibility deydi, mas'uliyat hamda. Siz anaqa bo'yingizda turadigan. Agar kelib turib siz bitta disiplinga o'sha olmoqchi bo'lsangiz, bitta sistem intizomga tushib olsangiz, siz hamma narsani eplab ketsangiz bo'ladi. Masalan, o'z vaqtida part time arbayt qilishingiz mumkin, o'z vaqtida o'qishingiz eplashingiz mumkin, o'z vaqtida kayf sabot bo'lsa kayf sabot qilishingiz mumkin, o'z vaqtida boshqa davlatga olib borishingiz mumkin. Hamma narsa intizom tartibda bo'ladi. Bizda masalan O'zbekiston shunaqa narsa juda ham kam. Juda ham hamma nimasi beg'ubor deydimi, beg'am deydimi, shunaqa narsa juda ham kuchli biz tomonda. Chunki O'zbekistondan Yaponiyaga kelib turib, bu yerda hammani tartib bilan ishlaydi. O'sha narsa tizimga kirib olish juda ham qiyin bo'ladi. Lekin menimcha 100% kontraktga kelsangiz ham bemalol eplab ketsangiz bo'ladi Yaponiyada. Bu birinchi o'rinda. Lekin kelishingizdan oldin обязательно yaponskiy o'rganing. Bu sizga juda ham katta yordam beradi. Kelib turib ham o'rganishga majbursiz, lekin kelishingizdan oldin o'rgansangiz, masalan, men o'rganmasdan kelganman. Kelib turib 4 oy 5 oy yaponcha o'rganib turib, keyin ishni boshlaganman. Lekin tasavvur qiling, o'sha narsani 4 oy 5 oy O'zbekistonda o'qib kelyapsiz. Kelib turib 1-2 oyda mana yerda ish topib boshlab ketishingiz mumkin, tizimga tushib olishingiz mumkin. O'sha narsa juda ham muhim deb o'ylayman. Endi 50% o'zim ham juda o'ylangan, 50% bo'lsa bora qila olamanmi, qila olmaymanmi degan xayoldan o'tgan. Qilsa bo'ladi bemalol. 35% ham 20% qilsa bo'ladi, 100% ham ko'rganman bolalarni, 100% yurgan bolalarni ko'rganman. 3 yil to'lab turib, masalan, kontraktini, stipendiyasini yo'qotib qo'ygan bolalarni. Hammasi eplab ketgan, hozir ham zo'r ishlab turibdi. Rahmat qiling. Demak, kontrakt bo'lsa ham, agar misol uchun katta, haqiqatda yiliga $15,000 kontrakt bo'lmasa, o'zini eplab ketadi. Harakat qilsa, disiplinga tushib olsa, yo'lga tushib olsa, zo'r ketadi degan narsa bo'lyapti. Undan tashqari, yapon tiliga yaxshi e'tibor berish kerak degan narsani aytib. Rahmat aytaman. Endi Islomjon, sizda qanday misol uchun yosh talaba Yaponiyaga kelishdan oldin qanchadir grant yutib oldida, katta bo'lmasligi mumkin. Kontrakt to'lashi kerak bo'lishi mumkin. Odamlarni o'ylab turadigan, siz misol uchun IT sohaga o'zingiz alohida o'rgandingiz. Universitetda IT o'rgatilmaydi bu APUda. O'zingizlarga vaqtim bo'ladimi? Qiziqishlarimga vaqtim bo'ladimi yoki faqat vaqtim ishlayman, qaytib kelib turib uxlayman, ertaga darsga boraman, kelaman, shunaqa narsa sal ketaveradimi? Zerikarli hayotmi degan narsalarga. Nima deb o'ylaysiz? Mana siznikiga gaplariga qo'shilaman. Ya'ni 50% bilan keladimi, 30% bilan keladimi? Shu qancha foiz bilan kelsa ham odam o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Ya'ni qanchalik qattiq harakat qiladi. O'sha bu yerga kelgandan keyin o'sha sizda o'sha never give up attitude bo'lishi kerak, ya'ni taslim bo'lmaslik degan o'zingizda xarakter shakllantirib olishingiz kerak. Ya'ni o'shaqa xarakter bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani eplab ketsa bo'ladi. Ya'ni umuman pulingiz qolmagan vaziyatda ham nimadir qilib o'sha vaziyatdan chiqib ketsa bo'ladi. Odam o'ziga bog'liq, ya'ni sinib qolmasa, taslim bo'lmasa oxirigacha shu harakat qilish, masalan, ishlarga o'z vaqtida borish, dayansizlik qilmaslik, shunga o'xshagan. Va undan tashqari, masalan, kontrakt bilan keldi degani u deylik boshqa narsalarga vaqtim yetmaydi degani emas. Masalan, biz ham deylik 50% bilan kelgan akalar bor edi yoki 30% bilan kelgan akalar bor edi. Hammamiz bir xil deylik travel qilish, sayohat qilish. Hammamiz bir xil sayohat qilganmiz yoki Aybek o'ynagan boramizmi, hammamiz bir xil o'ynagan borganmiz, hech kim hech qanaqa misol qolib ketib qolgan yoki biron bir narsani qilishga vaqt bo'lmay qolmagan vaziyatlar bo'lmagan. Ya'ni hamma o'sha qattiq harakat qilganligi uchun o'sha sayohatlar ham bo'lgan, o'ynashlar ham bo'lgan, o'qishlar ham bo'lgan, ishlar ham bo'lgan. U o'sha odamning o'ziga bog'liq. O'qishlar, masalan, men holatimda qo'shimcha ITni o'zini o'rganish, bu ham o'sha part timedan keyin o'rganishga harakat qilardim. Ba'zi birlarda ertalab biz 7da shu hotelga borib 12gacha to'xtamay 5 soat ishlardik-da. Orada kech payt smena boshlanishiga 3-4 soat vaqt bo'lardi. O'shani uxlash o'rniga ham ozgina bo'lsa ham 1 soat bo'lsa ham 2 soat bo'lsa ham dars ko'rib qo'yishga harakat qilardim. O'sha nimadir o'rganib qolish uchun o'sha kun o'zida. Shunaqa masalan xarakterni shakllantirib, o'sha never give up, ya'ni taslim bo'lmaslik xarakterini shakllantirib borilsa, necha foiz bilan borishdan qat'iy nazar eplab ketadi deb o'ylayman. Rahmat aytgan. Demak, bu yerda qandaydir holatlar albatta qiyinchilik bo'ladi. Yaxshi holatlar ham bo'ladi.
never give up degan ham mindni ushlab olib turib, yaxshilab harakat qilinsa, u qiyin vaqt bo'ladimi, oson vaqt bo'ladimi, yaxshilab o'tib ketadi. O'zini harakatini qilsa bo'ladi. Odamga bog'liq degan narsa bo'lyapti. Rahmat kattakon. Endi oxirgi savolda O'zbekistondan kelmoqchi bo'lganlar o'ylantiradi ba'zida. Ba'zilar Yaponiya o'qib turib O'zbekistonga qaytib ketgan. Yoki kimlardir yaxshi joyda ishlayapti yoki Amerikada ishlashadi. Eshitishadi, ish topa olmayapti, boshqa narsa bo'lyapti degan narsalarda. Yaponiyada o'sha universitetga kelgandan keyin bitirsa ish topish bormi? Ish topsa bo'ladimi? Yo qiyinmi, osonmi? Nima deb o'ylaysizlar? Tushundingmi, misol uchun? Xullas, bu meni o'zimni soham bo'lgani uchun o'zim ekspertman bunaqa sohada juda ham. Yaponiyada ish juda ham ko'p. Ish topish oson. Anaqa agar siz yaponskini o'qisangiz, o'sha yaponskiy deyamiz, masalan, ball oling, M1mi, N2mi, juda ham muhim narsa, ish juda ham ko'p. Yaponiyada ish tanqisligi juda ham kuchli. Masalan, o'zimni soham, bitta kompaniyadan menga ish kelib kelsa, masalan, mana shunaqa ish topib ber desa, men u pozitsiyaga ish topish juda ham qiyin narsa bu Yaponiyada. Unaqa nima desa bo'ladi, o'sha ish qiladigan odam topish qiyin. Keyin nima desa, 1 oy, 2 oy o'sha ish o'rinlari ochiq turadi. O'sha ishga topshiradigan odamlar ham juda ham kam bo'ladi. Chunki ko'pchilik topshiradi chet elliklar, lekin yaponskisi bo'lmaydi. Hammasini отказ beraveramiz. Agar yaponskisi bo'lsa, men klientimga aytaman, meni ana intervyu qilib ko'rcha qanaqa bo'ladi deb turib. Yaponskiy juda ham muhim, ishlar juda ham ko'p, undan xavotir olmanglar. Sizlar universitetga kelib turib, yaxshilab o'qib turib, yaxshilab yaponskini o'rgansanglar, ish topish bu muammo emas. Prosta boshida shu nima desa bo'ladi, o'zida hayajon ham bo'ladi, qo'rquv ham bo'ladi, hech qanaqa bir tajribangiz bo'lmaydi. O'shaning uchun ko'p joylar отказ qilishi mumkin, lekin nima desa bo'ladi, Yaponiyada millionlab kompaniyalar bor. U sizlar nima 100 topshirganinglar, uni 0,5% ham bo'lmasligi mumkin-da. U 4 yil o'qigansiz, anaqa bo'lgansiz, 200-300 komanda topshirib olmaysizmi? Hech bo'lmasa bittasiga ilinib qolasizda, unaqasidan xavotir olmaslik kerak. Ish bor, kelinglar, taklif qilaman. Kattakon. Demak, bu yerda Yaponiyada ish yetarlicha. Yaponiyada albatta ishchi yetishmovchiligidan muammo bor. Ish yetishmovchiligi emas, ishchi yetishmovchiligi ham bor. Shundan xuddi shunday dedi. Endi u ish bor degani, liboy ishni olib tashlayveramiz demasi, yapon tilisi bo'lishi kerak. Mana shu sohani bilish kerak degan narsa bo'lyapti. Universitet yaxshi o'qib, yaxshi harakat qilsangiz, ish topasiz degan narsa bo'lyapti. Endi Islomjon, sizda boshqacharoq savol bermoqchimda, o'sha ishda siz misol uchun biznesda o'qigansiz yoki liberal arts o'qigansizda, umumiy fanlarda. Endi APU o'zi hammasi liberal arts deb aytadi-yu. Bitirganingizdan keyin IT bo'yicha ishlayapsiz. Ya'niki kompaniya universitetda umuman boshqacha soha, bitirgandan keyin umuman boshqacha sohada ishlash mumkinmi? Bu albatta mumkin. Ya'ni Yaponiyada mumkin deb o'ylayman. Ya'ni husniga aytganlaridek kompaniyalar juda ko'p. O'sha millionlab kompaniyalar bor. O'ta ko'p kompaniyalarda, masalan, orasida mana shu oldin topshirgan kompaniyaning ichida ham ular topshirayotgan o'quvchidan ya'ni coding, ya'ni IT skilllarni talab qilmagan boshida. Ya'ni o'shanga xohishi bormi, motivatsiyasi bormi, potensiali bormi? Ya'ni ko'p kompaniyalar potensialiga qaragan. Ya'ni bizda ham masalan o'ta ko'p topshirgan kompaniyalarda experience bo'lish shart emas. Ya'ni o'zi o'rgatib oladi chunki o'sha potensialni ko'rish maqsadida ham o'sha topshiraver degan narsalar o'ta ko'p bo'lgan. O'sha motivatsiyasi ham juda ko'p. Masalan, kompaniyaga topshirib ko'rganmiz. Ko'pida masalan boshqa bo'lgan deylik, masalan, experience bo'lmagan bo'lsa ham intervyugacha borganlar bor, o'ta ko'p. Ya'ni o'sha yerda kompaniyalar ko'p. Hammasi ham deylik sizdan o'sha skill talab qilmaydi, lekin sizni potensialingizga qaraydi. Ya'ni o'sha potensial va qiziqish, buni qiziqishi bormi? Masalan, kompaniyaga kirgandan keyin masalan, bu ITda o'qimagan ekan, biz buni o'qitsak olib keta olamizki, deyish potensialga qaraydi. O'sha tomonlama ancha Yaponiya yasashi haligi yumshoq deydimi? Shunaqa deb o'ylayman. Ya'ni qaysidir sohada o'qimoqchisiz, bu degani o'sha sohasini professional deylik, o'sha computer science o'qigan bo'lish shart emas. O'sha juda ham ko'p kompaniyalarda sizni potensialingizga qarab oladigan kompaniyalar ko'p deb o'ylayman. O'sha men topshirganlarim ichida ham juda ko'plar bo'lgan. Bizda shunisi katta rol o'ynagan. Yaponiyada ko'plab kompaniyalar o'sha skill emas, balki potensialga qarab olishlari.
Rahmat kattakon. Bitta Islomjon. qo'shimcha qiladim mana shunga. Bemalol, bemalol. Savolga anaqa. Masalan, mani o'zim ham o'zimni kompaniya topshirganimda men Yaponiya bir marta kompaniya topshirganman xolos. O'sha ham o'zimni kompaniyam, o'sha kirib o'tib qo'yganman. Shunaqa lucky anaqa bo'lganman, omadli bo'lganman. Lekin mani o'zida oshnam mana shu kompaniya topshirasanmi, kirasanmi deganda men nima ish u deb aytganman unga. Mana shu ish anaqa topshirishga bunaqa qilishga. Yo'q, men soha emas, men o'qimaganman desam, xavotir olma, bitta gaplashib ko'r degan. Xo'p, rezumeni tashladi menga degan. Mana rezumem ham bo'lmagan o'sha paytda, lekin o'sha odam o'tirib turib, o'sha odam bilan rezume yasagan. Xullas, intervyu qilganman, boshqa qilganman. Seryozni ham olmaganman intervyuni, qanaqadir bir nima desa bo'ladi, jonimni berib ham qilmaganman. O'tib ketib qolgan, 5 marta intervyu qilgan, o'tib ketib qolgan, offer bergan, keyin man nimaga olganman bu kompaniyada, bu yomon kompaniya bo'lgan, kirgandan keyin so'rasam nimaga olgansan desam, bular potensialing bor ekan, gaplasha olgansan odam bilan, kommunikatsiya stiling bor degan narsani aytgan. Keyin men o'shandan keyin kompaniyamda 2-3 yil yashagandan tajriba bo'lgandan keyin, masalan, odamlarni ishga joylashtirganda o'sha odamlar bilan birinchi gaplashmasam bo'lmaydi. O'sha sohada master bo'lmasa ham, lekin o'sha ish qilib ketadigan bo'lsa, yaponlar oladi. O'rganish anaqa, masalan, astronavt qilayotgan bo'lsa, birorta joydan astronavt oyga borganmisan degan savol bermaydi sizga. Masalan, oyga chiqishni orzu qilasanmi, nimalar qilmoqchisan degan savol beradi. O'shanga u ish topish oson, unaqa stress tushmaslik kerak. Просто o'zingizda xohishingiz, nima qilmoqchisiz, kelajagingizni ko'ra olsangiz, u kompaniyangizga offer bo'ladi, ish beradi. Rahmat kattakon Usmon. Bu yerda albatta qiziqish bo'yicha yaxshi harakat qilsa, Liboy kompaniyaga ham kirib ketsa bo'lsa kerak, albatta yo'lini topsa bo'lsa kerak. Yaponiyada ish ko'p, ishga ozgina meni ham ko'pchilik so'raydi-da, Yaponiyada universitetda yo'q boshqa joyda o'qiyotgan bolalar bitirayotgandan keyin bizga ham ko'pchilik yozadi. Ish topsam bo'ladimi, qanaqa qilib topsam bo'ladi degan narsani yozadi. Mana shu joylarni qidiring deymizda. To'xtamasdan Yaponiyada har xil kompaniya qidiryapti, ishchi qidiryapti to'xtamasdan. Ish kerak bizga, ish kerak, ish kerak, ish kerak, ish kerak. O'shalarga yaxshilab turib, misol uchun haqiqatda bilimi past, boshqasi past bo'lsa ham 100 ta emas, 200 ta, 300 ta kompaniya topshirib tasha, qaysidir olishi mumkin degan narsa bordi. Lekin agar kuchli kompaniya, kuchli bola bo'lsa, o'sha 100 ta eng kuchli kompaniyaga topshir, qaysidir o'tib ketishi mumkin degan narsalar ham bor, shanslari albatta bu yerda. Limit ham yo'q. Rahmat kattakon. Men oxirida aytmoqchi bo'lganim, Yaponiyada hozir liberal arts sohasi bo'yicha o'qish kengayapti. Liberal arts umumiy keng qamrovli, politika bor, biznes bor, boshqa sohalar bor, hammasini o'rgatadi. U University of Tokyo eng yuqori universitetdan boshlab eng pastki universitetda ham o'sha sohalar ko'payib ketyapti. Hozir AI kuchayib ketayotganiga ham odamlarda bitta soha bo'yicha chuqur bilimini unchalik qiziqishmayapti. Keng qamrovda ozgina bo'lsa tushunchasi bor, ishi eplab keta oladigan odam bo'lib yetishishga qiziqishyapti-da. Agar yoshlar ham O'zbekistondan Yaponiyaga kelmoqchi bo'lsa, o'z kelajagini qurmoqchi bo'lsa, o'sha liberal arts ham juda yaxshi narsa. Ham o'qib boradi va bir vaqt o'zi qiziqqan hobbisini, masalan, IT bo'ladi, boshqa narsa bilan qilib borsa, bitirgandan keyin o'zining sohasi bo'lmasa ham kirib turib o'sha yerda ishlashi mumkin, o'z kelajagini qurib ketishi mumkin.